Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kaderlik bidayla ikramının görülmeleri. Hemenlarınki muşu vakti. Bunundaki vakti hayırlık olsun. Bugün biz Kur'an'dan Nezer programımızdaki umumi 54. sanıda sizler bilen yeni bir kıtım yüz görüş günümüzge tolunma kuşalımız. Bidayla ikramda Bo'layotgan bu program dünyanın her qaysi joylaridagi Uyg'ur tilini anglab, tushuna oladigan qarindoshlarımızın qizg'in olqishiga erishdi, alhamdulillah. Shu munosabat bilan hammanglarga bizni qo'llab-quvvatlab berganinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Assalomu alaykum ustoz, qanday ahvollari? Alhamdulillah. Fidoyi qarindoshimiz Ikromninki sahnani hozirlab bergan. Kirib qo'yib, qochib ketdi. Astagfirullah. Men davom qilay. Obdan turpali, xush keldi. Muhtaram qarindoshlar, bugungi programma ko'rganingizdek Abdulaziz birodarimiz degandek 54-chi qism bo'ldi. Bir yilning 54 haftasiga to'g'ri kelgandek, har haftada birda hisoblasak, gerçi tarix hisobida bir yildan eshib ketdi, chunki oraliqda ba'zi demilish va yoki boshqa sabablar tufaylidan ba'zi haftalarda dars bo'lolmay qoldi. Şuna ders bulungan haftalar hisoblagan vaqtimizda 54 haftaga tava bo'ldi, ya'ni shaq bir yillik dars bo'lgandi. Bugungi programmada biz nima ish qilyapmiz degan mazmunda e'londa yozilgan izohatlarga diqqat bergan qarindoshlarimiz bo'lgan bo'lsa, ko'rgan bo'lishi mumkin. Bizga mush planni, ya'ni Qur'onda nazar programmasining plani o'rtaga chiqqandan tortib, hammani biladigan, anglab boqmay turib inkos qaytara oladigan qarindoshlarimizning bo'ron chiqarishi, hech nima bilan kori yo'q, atrofga qarab turib ham agishib mangadigan xalqimizning, avomning oldidagi odam nimaga mangsa shunga qarab agishish tufaylidan o'rtaga chiqqan bo'ron chopqinlarda xato tushunchalarga, izohatlarga, inkoslarga duch kelganligimizni samimiyat bilan deyolmaymiz. Shunday bo'lganligini hammadan ko'rdinglar. Kunimizga qadar Qur'onning axloqi bilan axloqlangan payg'ambar alayhisolamning varisi biz deyotgan qarindoshlarningki o'rtaga chiqqan bu masalada samimiy tafsilni anglab boqmasdan ko'zini yumib inkos qaytarish qarsiga tarixda o'tgan boshqa voqelik hadislarga bog'lab turib shuning o'zining ko'ngildagi yomon tushunchalar bilan pomlab ekilib inkos qaytarishi axloq nuqtasidan payg'ambar alayhisolamning axloqiga yot bo'lgan inkoslarda bo'lishi bizni biraz ko'nglimizni yerim qildi. Biz faqat ilgari bizmi sizlarga o'xshash bo'lganligimiz uchun sizlarni to'g'ri tushundik. Butun inkoslarimizda chiroyli ravishda javob qaytarishga tirishdik. Lekin yana millatninki ulamosi deyilayotgan, boshchisi deyilayotgan, jamoat arbobi deyilayotgan yoki boy xo'jam deyilayotgan insonlarimizning yana bu masalada samimiy quloq bermay, anglamay, chunki anglashga rag'bat yetmaydi. Beshidan bo'lib to'slab kelayotgan, anglamanglar ezib ketsin deydigan bu xil gaplar bilan o'zi anglab boqmay turiblar, bunga inkos qaytarib bizni har xil shaklda hukmlarga, fatvolarga band qilgan bichoralarga bugungi programmani bir izohat shaklida o'tirib qo'ymoqchi bo'ldik. Shu e'lon qismida diqqat qilgan bo'lsanglar, boshqa qismga diqqat qilmasanglar mayli, bugungi programma bitta diqqat qilib qo'yinglar. Chunki bundan keyingi inkosinglar foydasini yana o'zinglarga qarindoshlar degan bo'ldik. Gapni uzatib qoldim. Ustoz kirish so'z qismiga aloqador so'zlar bo'lsa anglayli. Abdulaziz birodarni men qo'shib olmoqchi siz. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylarida hurmatli qarindoshlar, hammalarning shu vaqti xayrli bo'lsin. Biz hozir mana bu Qur'on nazar programmamizni boshlag'ili 1,5 yil bo'ldi. Asosan. O'sha 1,5 yil ichida 54-qismga keldik. 54-qismda bir qatam hisob bergandek
yoki bo'lmaydi umumiy bir tushunchani o'tirib qo'ygandek bir mazmunni o'tirib qo'yayli dedik. Chunki nurg'un qarindoshlarimiz yana diniy sohada yaxshi o'qigan, bunda qarindoshlarimizni hozirgacha bir ovoz chiqmadi. Ammo chala o'qigan yoki o'qimay turib jamoatning cho'ngib qolgan shunday bir qism qarindoshlarimiz biroz qo'polroq gaplarni qilgan bo'ldi. Ammo bizniki shu programmamizni hozir Ahmadjon Abdulaziz Beshto'g'roq qarindishimiz degandek uni bir ko'rib chiqqan taqdirda agar shu chidab turib ko'rsa, hargizmi bizga bundaq bir so'zlarni qilmagan bo'ladi. Shuning uchun biz bugun biroz o'zi shu programmalarimizga izohat berishga o'xshash yoki xulosalaganga o'xshash bir masalani o'tirg'a chiqarish niyatida bugun shu biz nima ish qilyapmiz, ya'ni nima ish qilib keldik, bundan keyin hozir nima ish qilyapmiz, bundan keyin yana nima ish qilmoqchi degan mazmunga to'g'ri keldi bu programmamiz. Shuning ustida to'xtalamiz. Biz bu programmani boshlashdan burun nurg'unlagan suhbatlarni qilgan bu Abdulaziz Beshto'g'roq qarindishimiz bilan va Ahmadjon bilan sababi nima degan vaqtida xalqimiz 1000 yildan birisi shu islom dini deb shu islom diniga e'tiqod qilib keldi va 1000 yildan birisi shu islom dininiki orqasiga kirib, ya'ni islom dini degan bir din var bu şeyde. Aşı dinning orqasiga kiriklik, ammo hech bir zaman islom dini bir nijotlikka erishsa degan va'da qilgan hech qanday bir nijotlikka erisha olmagandi. Millatimiz har kuni, har minut sayin u nijotlik ayni qilib qolsin halokatga, yuzlilik va yo'qolish girdoviga yetib keliklik. İslam nomida nurg'unlagan o'zi qarindoshlarimiz aldab beriqlik bir bomog'ur bir yerliga, u yerda o'zi nurg'un qarindoshlarimizni o'lib ketganligi va nurg'un xonim qizlarimizniki tul qolganligi va bolalarniki yetim qolganligi va Xitoydan iborat bizniki cho'ng bir dushmanimizga dalil isbot bo'lib berganligi o'xshash shunday nihoyatda o'zi og'ir bir ahvollar bo'lganligi uchun biz bu programmani o'ttirib chiqarish orqali haqiqiy islomni, ya'ni Qur'ondan iborat haqiqiy islomning o'zini o'ttirib qo'yish natijasida xalqimizga haqiqiy islomni yetkazish va o'zi burun tortib e'tiqod qilib kelayotgan, ergishib kelayotgan u islomda nurg'unlagan soxtalikning borligi va xatolikning borligining o'zini xalqimizning samiga selish niyatida o'zi o'ttirib chiqdik. Shuning uchun bu programmaning aytimi Qur'ondan nazar, ya'ni Qur'on orqali dinimizga qarab chiqish. Yani Qur'on dinimizni qanday Alloh taolo o'zi Qur'on orqali dinni qanday tushuntiryapti? Biz e'tiqod qilayotgan din, biz amal qilib kelayotgan din qanday bo'lib kelgan tarixdan buyon. Hozir biz nima ish qilyapmiz misol. Bunga o'xshash nihoyatda o'zi murakkab misollar, murakkab ishlar nihoyatda jiq bo'lganligi uchun buni ichida misol aqida qismi. Qur'ondagi aqida qismlaridami nurg'unlagan xatoliklar, ya'ni Qur'ondagi aqida qismiga to'g'ri kelmaydigan, hozirgi shu an'anaviy dinimizdagi e'tiqodniki Qur'onning aqida qismiga to'g'ri kelmaydigan yerlari, ahkam qismiga to'g'ri kelmaydigan yerlari va jamiyat qismlari deymiz, siyosiy qismlar deymiz, iqtisodiy qismlar deymiz, davlatchilik qismlari deymiz. Shunga o'xshash nurg'unlagan halol harom masalalari deymiz. Shunga nurg'unlagan masalalarda Qur'oni Karimga uyg'un kelmaydigan nurg'un narsalar bo'lganligi uchun biz Qur'oni Karimdagi shu prinsiplarni, shu ahkamlarni, shu e'tiqodlarning o'zini o'ttirib qo'yish orqali bizniki diniy e'tiqodimizni qanchalik buzilish borligini va qanday qilganda buni tuzash orqali biz yo'limizni to'g'ri bir yo'lga aylantira oladiganligimizni va o'zimizni, kelajagimizni, avlodlarimizni qanday qilganda qutqiza oladiganligimizni o'ttirib chiqarish maqsadida shu Qur'ondan nazar degan programmaning o'zini o'ttirib qo'ydik. Buniki birinchisida yani Allah'ın dinini, Allah'ın kitabı Kur'an'dan anlaş arkalık. Yani Allah'ın kitabı, Allah'ın dini, Kur'an yani İslam'dan ibaret bu dinin özünü
Allah Taala Qur'oni Karimda qanday anlatdı? Biz qanday anlap geldik? Qanday düşünüp geldik? Bu Qur'ondagi tushuncha bilan biz tarixdan buyon düşünüp kelgan aqida kitaplarda, rivoyat kitaplarda yozilgandek o'zi yozilgan holatdagi tushuncha bilan bu Qur'oni Karimdagi tushunchaning o'rtasidagi farqlarning o'zini aydınlaştırıp berdik. Ama seliştirishni biz belki aldığa ep ketmedik. Çünkü nima ish qilgan vaqtda uni selishtirgan vaqtda yani nurg'unlagan qarshiliklarga uchraydiganligimizni bilatdik. Shuning uchun Qur'ondagi aqidani aynan o'tirib qo'ydik. Ammo o'zi shu e'tiqod nima islom e'tiqodi deb o'qib kelgan insonlar Qur'ondagi shu e'tiqodga o'ziniki burun tortib e'tiqod qilayotgan shu e'tiqodining o'zini selishtirgan vaqtida bu yerdagi farqni o'zini tepib olaydi degan maqsadda. Buni faqat shu selishtirma shakllik emas, ammo bir taraflama Qur'ondagi e'tiqodni o'tirib qo'yishdan iborat bunday bir taraflama nimaning o'zini o'tirib qo'ydik. Chunki Qur'on haqiqiy islomning o'zini o'tirib qo'ydigan Allohning kitobi bo'lganligi uchun. Nurg'un insonlarning o'zi bizga shuncha jiq odamlar buning o'zini rost to'g'ri deb kelyapsa, sen buni xato deb o'tirib chiqamsa degandek bundaq o'zi nimalar bo'ldi bizga o'zalqi raddiyalar deymiz, qarshiliklar bo'ldi bir qism insonlar. Endi bu haqiqatniki to'g'ri bir narsaning to'g'ri xato bo'lishi qo'llig'ichiniki ko'p yoki ozligi bilan isbotlanmaydi. Qo'llig'ichi ko'p bo'lsa u narsa to'g'ri bo'ladigan, oz bo'lsa u narsa xato bo'ladigan bunday bo'lmaydi. Uniki dalil isboti bormi yo'qmi? U to'g'rimi xatomi? Amaliyotga uyg'unmi, uyg'un emasmi? Mantiqqa, ilmga, aqlga uyg'unmi, uyg'un emasmi? Mana buning bilan o'zi uniki to'g'ri xatoligini o'lchaydigan gap endi. Biz shu o'zimiznikiga to'g'ri kelmagandan keyinlar uni xato deyish bizda burun tortib odat bo'lib kelgan. Shuning uchun bu odatimizni tashlay uchun bir qism o'zi o'rinlardagi masalan halol harom masalasidagi ibodat sohasidagi bir qism masalalar bizning qilayotgan ishimizga biroz o'xshamaganligi uchun buning nihoyatda qattiq qarshi turadigan, qarshi chiqadigan bunday ahvollar bo'ldi. Buni biz tabiiy ahvol deb qaraymiz, chunki insonlar uzundan birisi bir narsaga e'tiqod qilib kelgandan keyin uning bir tarafida bir o'zi xatolik bor degandan keyin uni qabul qilish biroz vaqt oladigan ish. Ammo qarindoshlarimiz qayta Qur'oni Karimni o'qib ko'rsa, u narsaniki shu o'zi e'tiqod qilib kelayotgan narsa emasligini, u boshqacha bir narsa ekanligini ham his qila oladi, bila oladi yani. Shuning uchun bu yerdagi nurg'un insonlarniki uni qo'llamasligi yoki qo'llashi uniki to'g'ri yoki xatoligini isbotlaydigan bir narsa deb tushunish bu xato bir narsa. Masalan, Payg'ambar alayhisalom zamonasida Payg'ambar alayhisalom oxirgi yana shu vafotidan bir yil burun zamonga nima nazar solgan bo'lsak, 50 dan ortiq qabilalar Payg'ambar alayhisalomning bayrog'ining ostiga yig'ilgan bo'lsa, shuning ichida 10-15% insonlar musulmon bo'lganligini ko'rib olamiz. Qolganlar hammasi o'zining dinini qilib qolgan va shu Payg'ambar alayhisalomning hokimiyatiniki ostiga kirgan. Yani dinini saqlab qolish nimasi bilan, sharti bilan uni bosh to'lash va kazo ishlarni hamma ishtisini bilan o'z barobar mangimiz, ammo faqat o'z dinimiz o'zimiz qilib qoladi degan mundaq narsalar bilan bo'lgan. Masalan, İsa alayhisalom misolga olsak, 8 havoriy degan o'zi ishonchli odamlar bo'lgan. O 8 odamniki birisi xoin chiqib, 7 chiqib qolgan. O nurg'ulgan, mingilgan, 10 mingilgan odamning ichidan İsa alayhisalomga ergashgan odammi shundoq oz bo'lgan. Ammo oz bo'lganligi İsa alayhisalomniki deyotgan so'zniki xatoligi yoki haqiqat emasligini isbotlaydigan isbot emas degan gap. Payg'ambar alayhisalomning 10-15% odamniki shu islomni qabul qilib qolgan 85-90% odamniki qabul qilmay o'z dinini qilib qolishi islom dinini xatoligidan darak bergan narsa emas degan gap. Ular qabul qilinmaganligi uchun qilib qolgan shu vaqtning o'zida. Uning uchun halqi odamniki ko'p bo'lishi yoki bo'lmaydi, uni halqi qo'llovchilarniki nihoyatda oz bo'lishniki u deyotgan so'zniki yoki o'tirib qo'yayotgan haqiqatniki haq yoki nohaq ekanligini isbotlaydigan isbotga yaramaydi degan gap.
Biz her nersini bu doğru mu hata mı dep onu öze nipqa vaqtida to'g'ri xatoligini ağrıydigan vaqtida uni amaliyotga selishtirib boqishimiz lozim. Aqlga, mantiqqa selishtirib boqishimiz lozim. Dinni o'qimagan taqdirdami? Onundan keyin Qur'oni Karimda eng birinchisi Qur'oni Karimda uningga dalil isbot bormi yo'qmi? Buningga ahamiyat berishimiz lozim. Agar o Qur'oni Karimda uningga to'liq dalil isbot bor, u zodi amaliyotni hal qila oladigan bundaq bir narsa bo'lsa, u vaqtda uniki haqligi shu yerdan bo'ladi degan. Chunki Qur'oni Karimda Sura Baqarniki 2-oyatidan boshlab, masalan, Alif Lam Mim Zalikel kitabu la raybe fihi huden lil muttaqin degan shu muttaqinning oxirisida ulayke ala huden min rabbihim va ulaykumul muflihun deb xuloslaydi misol. Muttaqi degan xatolikdan saqlangan odamlar deganlar uchun Qur'oni Karim yetakchi bo'lishida shak yo'q deydi Alloh taolo. Ya'ni namoz o'qimalqi ostida nurg'ulgan o'zi bir nimaning o'zini shu Qur'onga ishongan holatda qilgan insonlarni Alloh taolo bayon qilib kelib, Qur'oni Karimga o'ziga yetakchi qilgan insonlar to'g'ri yo'lda bo'lgan insonlar ekanligini, to'g'ri yo'lda bo'lganliginiki isbot nima desa, ularniki nijotligi. Yana o'zi bir odam to'g'ri yo'lda mangan bo'lsa, cho'qim u odamniki ishi oxirisida bir yaxshi bir netinchi bilan netinchilanganligini ko'rsatdi Qur'on. Demak, bu yerda ishiniki oxirisi yaxshi netinchi bermasa, demakki u odam to'g'ri yo'lda manganmaganligini niki isbot bo'ldi degan gap. Ya'ni bizniki hozirgi tariximiz qaragan bo'lsak, tariximizdan boshlab, shu Saydiya xonligidan boshlab 300 yil jarayonida davomli mag'lubiyat bilan mush kelishimizning hammasi nima desa, yo'limizniki to'g'ri emasligini ko'rsatgan narsa degan gap. Agar to'g'ri bo'lsa, u to'g'ri bir netinchini qo'lga keltirgan bo'ladi degan gap. Shuning uchun buniki asosliq o'zi masalanki teginaga tutishib degan vaqtida yana shu an'anaviy dinga berib taqildi. U vaqtdagi olimlarning hammasi asosan diniy olimlarni asos qilgan. O olimlar siyosatni, xalqarалық siyosatning o'zini, strategiyani, ilmni asos qilmay, ibodatni asos qilgan. Qur'oni Karim ilmni asos qilgan bir kitob, ibodatni asos qilgan emas. Ammo bizniki bu an'anaviy dinda ibodatni asos qilib, ilmni asos qilmagan bo'lg'achqa, ilmdan yiroqlashib ketgan insonlar u halqi ishida g'alaba qilish, yo'lini to'g'ri tep menish ishlari biroz qiyin bo'ladi. Shuning uchun bizniki ajdodlarimiz bu yo'lda mag'lub bo'lgan, hozirgacha mag'lub bo'lib kelyapmiz. Bizniki yoshlarimiz niki o'zimi ashunda xato yo'lga kirib ketishi, xato bir yerga berib o'lib ketishniki hammasini sabablari nimadan bo'lyapti degan vaqtida shu an'anaviy dindan asosliq an'anaviy dindan an'anaviy dinniki dinchilardan kelyapti degan gap. O dinchilar desa o'zi millatimizni ashunda qalaymaqa yo'lga boshlab aloq bo'ladigan xalqaro o'zi nimalarga sat ko'rsatadigan shunday yo'llarga opirib o'limga tutib berish o'xshash shunday ishlarni qilgandan keyin millatimiz bu vaqtda bir o'ziga yordamchi yoki o'ziga bir hamkorlashadigan bir davlat yoki bir nimalarni topolmagan. Hamda yordam qiladigan bir yer topgan taqdirdami uning dinini, mazhabini surishti qilish orqali o'zi shu oladigan yordamlardanmi mahrum qolgan masalan tarixdan buyon ham mush yaqindami bo'lyapti bu ishlar. Misol Falastin masalasini o'rtaga chiqarish orqali millatga noatalqi xato bir o'zi siyosiy nimaning o'zini o'rtaga qo'yib millatni yana dinchilik bilan an'anaviy din orqali arabniki dushmanlarini dushman tutish yana o'xshash shunday bir prinsiplarni o'rtaga qo'yib millatni qalaymagan qilayotgan, qaymoqtirayotgan insonlarimiz bor. Bu yerdagi bizniki maqsadimiz nima bo'ldi degan vaqtda ashundaq insonlardan, ayında xurafiy millatimizni qalaymagan yo'lga boshlaydigan, Xitoyga foyda yetkazadigan yo'lga boshlaydigan, millatimizni halok bo'ldigan yo'lga boshlaydigan, dunyo insonlari sat ko'rinadigan yo'lga boshlaydigan bundaq insonlarning qo'ldan qutuldirib qolish. Ya'ni xurafiy molluldan qutuldirish. Maqsad bu. Qur'oni Karim nihoyatda ilg'or bir o'zi kitob bo'lganligi uchun bu xurafiy qarshi Qur'oni Karim davomli o'z zamonasi va o'z makoniga loyiq inson bo'lishni tashabbus qilgan bir kitob bo'lganligi uchun
o'tmishni hikoya qilib so'zlaydigan odamlarga qarshi. Uning uchun Qur'oni Karimda lahum ma kasabu va lakum ma kasabtum va la tusaluna amma kanu ya'malun degan oyatlar necha takror qilindi. Ya'ni o'tmishdagi odamlarning qilgan ishi o'ziga, sizlarning qilgan ishingiz o'zingizga, sizlar o'tmishdagi odamlarning qilgan ishidan mas'uliyat tortilmaysizlar degan so'zning o'zi nimani bildirdi desa, ya'ni bu yerda biz davomli o'tmishdagi insonlarning hikoyasini so'zlash orqali dinni tashkil qilgan qiyofat kirvelishimiz bu o'zi islom dini ko'rsatgan bir yo'l emas ekanligini. Bu islom dini her zamonimizga va her makonimizga loyiq ilm sohasida, axloq sohasida, kasb sohasida, her sohada shunga loyiq va hatto o ilg'or shu zamondagi odam bo'lishimizni buyurgan bir kitob ekanligini bildirish xalqimizga va shu orqali xalqimizni hozirgi zamondagi ilg'or inson bo'lishga tashabbus qilishdan iborat. Shuning uchun bu yerda bir zamonlar bo'ldi, bir haftaning o'zida 200-300 odamni ko'maydigan hozir qarasak o'zi bir haftaning ichida 1 bir tal kanalning o'zini, har kanalning hammasini qo'shgan vaqtda haftada 2-3 ming odamlarni ko'rayotganligini his qilyapmiz. Buning o'zi nima degan vaqtda millatimizniki yanıla bir narsaning to'g'ri xatoligini o'zini his qila oladiganligini ko'rib olib bo'ldi. Yana birisi Qur'oni Karimdagi roli haqida to'xtaldik. Biz shu 54 qismning ichida Qur'oni Karimning roli nima? Qur'oni Karim o'zi bu davomli bu o'tmishdagi 1400 yil burungi zamonga targ'ib qilgan bir kitobmi degandek yoki o'zi dinning ichiga kirgan har qanday narsaning o'ziga hech qanday qarshi turish bir salohiyati yo'q bir kitobmi degan vaqtida Qur'oni Karimning roli o'zidan ya'ni dindan bo'lmagan narsalarni cheklash va o'zida qilib qolgan, ya'ni Qur'oni Karimning ichidan qilib qolgan narsalarni o'ttirib chiqarish orqali to'liqlash xususiyatiga ega. Buningda Qur'oni Karimda nasikh mansukh degan bir kelimalar va iboralar va bu kelimalarning o'zi nimani bildirdi desa, Qur'on din bo'lmagan, ya'ni islom dininiki islom dini nima tarkibida bo'lmagan, ya'ni narsani Qur'oni Karim cheklash orqali uni o'zi sirtga chiqaradi. Misol zinaxoning o'zini chalma kesak qilib o'tirishga o'xshash masalan. Bunga o'xshash narsalar Qur'on nimalarda o'zi shu hidoyat degan kitoblarda jiq bu masalan namoz o'qimagan odamni jazolashga o'xshash bunday nimalar jazolar bor. Bunga o'xshash ahkamlarni Qur'oni Karimda bo'lmaganligi uchun Qur'oni Karim uningga bu ahkam bu diniy ahkam emas deyish orqali uning o'zini Qur'on nima dinning sirtiga chiqardi. Ya'ni buni qanday qilish kerak degan vaqtda diniy olimlar shunday yerga diqqat qilish lozim. Islom dinining nomida kirib qolgan, ammo amaliyotda islom dinining ichida bo'lmagan bunday narsalarning o'zini bu islom dinidagi jumlasini emas deyish orqali uni rad qila olish lozim. Ya'ni Qur'onning roli shunday. Yani Furqan degan ismi var. Qur'ondagi ayrıg'uchi degan. To'g'ri. Unutib qolmaslik kerak. Yana Qur'ondagi yana bir xususiyati, yana bir alohidligi nima degan vaqtida, ya'ni islomdagi alohidligi asosan Qur'onni asos qiladi. Qur'on ilmni asos qilgan bir kitob. Yana islom dini Qur'on nimani ilmni asos qiladi. Hech bir zaman ibodatni asos qilmaydi. İbadet o halkı ibadet asasen Kur'an'da zikr kılınan 3 tane ibadet zikr kılındı. Namaz, hac. O namaz ve hac'nin özü halkı ne desek oldu ama namaz ve hac qısaq nəhayət savabı yaxşı boladigan, qılanmay qalıb qalğan vaqtda günahı bolmaydigan mundaq bir ibadətlər hesablandı. Hamda rozning o'zi qilmasaq jazo keladigan mundaq bir ibodat. Uning uchun bu Qur'oni Karimda nafl ibodat deymiz yoki qilmasaq gunoh bo'lmaydigan ibodatlarni asosan zikr qilindi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtida İslam diniga e'tiqod qilgan insonlar ilmni asos qilish lozim. Ya'ni ilmni o'qish lozim.
Her sahadaki ilimlarning o'zini o'qish lozim. İlim deb faqat Qur'on yodlash, hadis yodlash, rivoyat hadislarni yodlash, fiqhni yodlashdan iborat. Buni qilishning o'zi bu ilm hisoblanmaydi. U hozirgi zamonda fiqhning o'zimi zaten Qur'oni Karimga to'g'ri kelmaydigan nurg'un yerlari bor. Uning uchun uni o'qish bilan u diniy olim bo'g'ilib bo'lmaydi. U narsalarni o'qish bilan musulmon bo'g'ilib bo'lmaydi. Shuning uchun Qur'oni Karim Qur'onni o'qishni, o'rganishni tashabbus qiladi, buyuradi, ammo o'zi yodlash va hokazo butun o'zi ilm Qur'on o'qish deganni o'zini tashabbus qilmaydi. Chunki Qur'onni bilish uchun Qur'on buyurgan butun ilmlarni o'qish u insonlarga farz. Shuning uchun har guruh bo'lib, bir guruh insonlar bir millatning ichidan fizik o'qisa, yana bir guruh insonlar ximiya o'qishi va yana bir guruh insonlar siyosat o'qishi. Shunday qilib o'zi butun sohadagi ilmlarni guruh holatda o'qish orqali u millatniki ilmga bo'lgan, har sohadagi ilmga bo'lgan ehtiyojini qamdash u millatniki gardindagi farz hisoblanadi. Bu Qur'oni Karim mana shu sohada o'zi nimada o'zi to'xtaladi. Ham Qur'onniki birinchi tushgan oyatimi Iqra degan oyatning o'zi yani iymon e'tiqoddan burun bu halqi o'qishni farz qilganligi, o'qish hamma narsaning oldida kelganligi, bir narsani o'qimay turib, bilmay turib, uning o'ziga ishonish va amal qilishniki xato bo'lganligini Alloh taolo shu orqali bizga bildirdi. Bir odam namoz o'qimoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, odatda u namozniki nima bo'lgan, nima ibodat ekanligini bilmay turib, u namozning o'zini o'qish u odamga hech qanday foyda bermaydi. Uni qisnayt savob bo'lgan gap, o savobni elish uchun uni bilish kerak. Ya'ni shuning uchun yani dini ilim, fenli ilim oku deb bunda ayırıp emelik Allah aşkına ama oku değil mi? Ya o ilimning hammasi zaten Qur'on buyurgan bir narsa. Chunki koinot hammasi Alloh taoloniki nemisi o'zi moddiy, ya'ni o'zi qo'limiz tutsak tuta oladigan bunda bir kitob hamda oyatlari. Bu har bir narsani o'qish, har bir narsani tadqiq qilish, u Alloh taoloning bir oyatini tadqiq qilmoq bo'ladi. O tadqiq qilishning o'zi nima desa ilm bel bo'lgan narsa. Uning ichidagi murakkab qonuniyatlarning o'zini bilish u insonniki Alloh taoloni tushunishga, Alloh taoloni e'tirof qilishga va Allohga bo'lgan iymonning kuchayishiga sabab bo'lgan narsa misol. Shuning uchun o'zi Alloh taolo o'qishdagi sababni eng oxirga berib u inson Allohni taniydigan, Allohning qudratini tonish orqali Allohni taniydigan bir yerga apardiganligini bilganligi uchun birinchi qilib o'zi iymondan burun, ibodatdan burun, hamma narsadan burun o'qu deyishning sababi bu. Yani o'qib bilgandan keyin ishonish, Allohga ishonish, payg'ambarlarga ishonish, kitoblarga ishonish, malaiklarga ishonish, oxiratga ishonishdan iborat bu 5 ishonishning o'zini bilib ishonishga Alloh taolo buyurdi degan gap. Bu haqda to'xtalgan bo'ldik. Yani tohumu Müslüman bulaplam, atana Müslüman diye deplam yümey. Ünlü şunu bilip durup işiniz gerektiğini ta'kidlab da Kur'an-ı Kerim selim şunu devatı başka yapılmadı mı? Elbette. Bizde adette ikki musulmonni tug'ilganda ekanlar, u odam musulmon bo'lgan bunday bir qoida bor. Bu Qur'oni Karimda ko'rsatilgan bir qoida emas. Qur'oni Karimda ko'rsatilgan qoida nima degan vaqtda inson o'zi aql, baliq degan bir iboralar bo'lgan, shu fiqh kitobdan bor u narsajiq. U odam o'z aqlini ishlatib bir narsani his qila oladigan bir holatga kelgan vaqtda, andikin Alloh taoloning qudratlari haqida, Alloh haqida, Allah'ın peygamberleri, kitapları, malaikleri, ahiret hakkında özü düşünüp bir nesne his kılıp onundakin işini Allah Teala buyuruyor diyen gibi. Demek ki bu yerdeki bir rivayetniki doğru ekanligi aşağıdan kelib chiqdi. Yulad ibn Adem'e ala fitratin velakin ebavahu yuhavvidanihi ve yumeccisanihi ve yunassiranihi degan bir rivayet var. Adem balaları bir fitratning üstüge tug'ildi. Yani hech qanday bir dinga tava bo'lmagan holatda, yani hech qanday dinga tava emas holatda tug'ildi. Lekin uniki ota-onasi uning o'zini Yahudim qilib qo'ya oladi, Majusim qilib qo'ya oladi, Nasoram qilib qo'ya oladi. Deydi.
Bunun öz nima degan vaqtda u tarbiyaga beqishlik degan gap. U bolaning o'zini tarbiyalagan vaqtda qanday tarbiyalasa, o tarbiyani qabul qilgan vaqtda u bola ashundoq bo'ldi. Va lekin oxirgi gunoh shu bolaga otilib qoladi Qur'oni Karimdagi hukm bo'yicha. Chunki qancha ota-onasi uning o'zini shundoq nasara, yahudi bo'lishga yoki bo'lmaydi hozirgi bizniki an'anaviy dinimizni tarbiyalash orqali an'anaviy dinchi qilish o'xshash shundoq qilib qo'ygan bo'lsa, u bola yana kallasini ishiltib, yana o'zi haqiqatni tepish majburiyati bor. Agar unda qilmay, otam o'rgatgan din, onam o'rgatgan din deb uni kirib qolsa, u vaqtda Qur'oni Karimda yana ashunga qarta bir oyatlar bor. Ularniki ota-onasi to'g'ri yo'lni tepib baqqanmidi? Hidoyatni tepib baqqanmidi? Nima degan to'g'riliq bundaq oyatlar bor. Demakki, bu yerda ota-ona tutgan yo'lga ergishish emas, to'g'ri narsaga ergishish. Qur'oni Karim buni buyuradi. Qanday hayot bo'lishini qat'iy nazar, to'g'ri narsaga ergishish u bir insonning gardindagi bir majburiyat. Ota-onamiz tutgan yo'l to'g'ri bo'lsa, masalan, Qur'oni Karim bu vaqtda bayonot bor. Masalan, Luqmonning o'zida, Luqmon hakimniki va vasaynal inson bivalidayhi hamalatu ummuhu degan oyatniki oxirisida Luqmon hakim o'zining bolalariga nasihat qilib, Allohga sherik keltirmaslik, kishilarga yaxshilik qilish, takabburlik qilmaslik haqida o'zi bayon shunday bir bayonlar bor, bolalarga shunday nasihat qilganlik haqida. Demak, nurg'un ota-onalar bolalarga shunday to'g'ri bir narsani o'rgatish orqali to'g'ri yo'lni nim qiladi. Va lekin bu yerda e'tiqod sohasida, ahkam sohalarida hamma odam arabchani bilmaganligi uchun bu yerda shu an'anaviy islomniki ko'rsatmasiga amal qilib ketgan gap. Shuning uchun bir qism narsalarda to'xtab turay. Misol, bir zino qilgan odamni o'ldirish degan qanday gap endi? Bu bir odam zino qilib qo'ysa, uni o'ldirish degan qanday gap? Qur'oni Karimda odam o'ltirgan, qasddan odam o'ltirgan odamni o'lim jazosi berish bu bekitilgan-ki. Bu yerda qasddan bir odamni o'ldirish degan bir narsa bo'lmasa deb, buni kichkina kalla ishiltish har odamniki o'z vazifasi degan gap. Shuning uchun har narsani ota-onam o'rgatib qo'ydi, ota-onam tutib kelgan yo'l to'g'ri demasdan, ota-onasi tutib kelgan yo'ldimi natijasi to'g'ri yo'lning o'zini topa olish mumkin bo'lsa, u odamlar kallani ishiltib shuni qilish kerak degan gap. Shuning uchun bu yerdagi ilm nihoyatda o'zi yuqori o'rin turdi. Har inson, har bir o'z avlodlarimiz zamonimizga loyiq ilm o'rganishi lozim. Ilm bilan o'ziniki yo'lini va avlodlarniki va boshqa xalqimizniki o'zi yo'llarini to'g'ri yo'ritish orqali millatimizniki chiqish yo'lini tepishi lozim. Bo'lmasa bu keleneksel yoki bo'lmaydi, an'anaviy bu din bilan hech qanday bir natijaga erisha olmaymiz, chunki zaten erishamadik. Yana bu nimada bu programmalarimizda Qur'onni tushunish usuli haqida to'xtaldik. Chunki Qur'onni tushunishda nurg'un qarindoshlarimiz bu rivoyat hadislari bo'lmasa buni tushungan bo'lmaydi. Rivoyat hadislari buni sharhlaydi deydi. Bu bundaq sharhlashga bir rivoyat bilan yoki bo'lmaydi hikoyalar bilan sharhlashga hech qanday ehtiyoj yo'q bu kitobniki. Qur'onning o'zida o'zini sharhlaydigan bir xususiyat bor. Bunun qarta Allah Taala Qur'onda yana Sura Hud'niki 5'da Elif Lam Ra kitabun uhkimet ayatuhu sümme fussilet min ledun hakimin habir Allah ta'budu illallah degan o'zi oyat bilan bizga shuni tushuntirdi. Ya'ni u Qur'oni Karim zaten Allah tarafdan tafsil bayon qilingan bir kitob. Agar uni boshqa bir insonniki so'zi bilan yoki boshqa bir insonniki ta'birlari bilan uni o'zi sharhlash bayon qilish to'g'ri kelsa, u vaqtda u Allohning dinining ichiga insonning fikri aralashib qoladi degan gap. Aralashib qolgan vaqtda uning e'tiqod qilgan, uning amal qilgan insonlar nimaga ibodat qilgan bo'ladi desa, Allohning g'ayriga ibodat qilgan bo'ladi. U vaqtda Allohga sherik keltirgan bo'ladi degan gap. Shuning uchun u Qur'oni Karimdagi mazmuniga hech qanday o'zi boshqa bir mayli rivoyat bo'lsin, mayli har qanday narsa bo'lishidan qat'iy nazar uni aralashtirishga bo'lmaydi. Mishel bir gap so'ralay. Bu rivayet desek yaman xapalab ketadi birodarlarimizcha. Shu Raval Buxoriy, Raval Tirmizi deb shu kitobning o'zida bu deydi-shu. Arabsi shu'g'amdi.
Onun Uygurcası rivayet var mı şu? Onun o işte kapılaşının hacı yok değil mi? Elbette, endi shu hozirgi butun kitoblar, mayli sahiy kitoblar bo'lsin, mayli sahiy deyilgan kitoblar bo'lsin, mayli o'zi boshqa mishkatga o'xshash bunday bir kitoblar bo'lsin, har qandayning o'zida oxirisida ravahul paloni deb ayndaq deyiklik, buning o'zi nima desa, u deyilgan so'zniki rivoyat ekanligini bildirdi. Chunki bir so'zniki rivoyat bo'lishi uniki egijoqisi aniq bo'lmagan yüzlerce yıl koçularda sersem bulup eqib yurgan gaplarni ko'rsatdi. Masalan, Payg'ambar alayhissalom vafot bo'lib ketgandan 250 yil keyin eng birinchi yozilgan rivoyat kitoblari Sahih Buxoriy. Ashuning o'zini Ravahul Buxoriy deydi. Bu mollalar uning o'zi ko'maydi ashada. Uni Ravahul Buxoriy deganing o'zi Buxoriy rivoyat qilgan narsa degan gap. Bu yerda biz deb qo'ymadik u rivoyat degan gapni o'zini. Rivoyat hadislar desa, uni qaqshab ketishniki, qopib ketishni hech qanday hojat yo'q. Chunki u rivoyat u. Qur'oni Karimda hech kim rivoyat demaydi. Nima uchun degan vaqtda Allohdan tushgan hamon u yozilganligi uchun, orliq hech qanday ravi bo'lmaganligi uchun buni hech kim rivoyat demaydi. Ammo u degan vaqtda u sahihda bo'lsin, mayli nima bo'lishini qat'iy nazar, u narsaning hammasi yüzlerce, masalan, eng birinchi 250 yil keyin bo'lgan bo'lsa, oxirisi 300-400 yil keyingacha yozilgan narsalar. Anda bo'lgandan keyin orliqda yüzlerce yil o'tgan narsalar albatta u rivoyat bo'ldi. Rivoyatniki ishonchlik nisbati butun dunyodagi olimlarning birdek o'zi nima birga kelishi bilan ishonchlik nisbati 0. Ya'ni buni aniq bilib olish kerak, 0. 1% ishonchlik yeri yo'q degan gap. Yani o Peygamber Aleyhisselam aşı gapni qilganligi yoki Peygamber Aleyhisselam aşı ishni qilganligi 100% mushundaq yoki ya 1% mushundaq bir yeri bormi degan bo'lsa 1% mi uning ishonishga bo'lmaydi degan gap. Mushundaq gap bor va lekin Peygamber Aleyhisselamning shuni qilganligi aniq emas deganlik gap endi. Endi nurg'un odam deydi bu rivoyatning nurg'un yerda nima to'g'ri yerlari bor deydi. Elbette to'g'ri yerler bo'ldi. O'ncholar jiq minglagan, 10 minglagan o gapniki bir atali to'g'ri chiqmaydigan undaq ishlar yo'q. Hozir bir rivoyatni o'qidik-ku. Ashunga o'xshash o'zi to'g'ri kelgan yerler bo'ldi. Va lekin to'g'ri kelishi ayrim bir masala. Uniki Payg'ambar alayhissalomning og'zidan chiqqan yoki chiqmaganligi ayrim bir masala. Buning o'zini biz ayirib olishimiz kerak. Masalan, Uyg'ur xalq cho'chaklari, Uyg'ur xalq dastonlari degan ash kitobning o'zidami? Uyg'ur xalq maqol tamsillar degan kitobning o'zidami Qur'oni Karimning mazmuniga uyg'un kelgan nurg'un narsalar bor. Ammo uning o'zini men mushuni Payg'ambar alayhisalom degan deyishga bo'lamdi? Bo'lmaydi. Xuddi shunga o'xshash narsalar, u o'tirib deyilayotgan so'zlarning ichida u Qur'onga to'g'ri kelgan so'zlar jiq bo'ladi. Va lekin shuniki egisi payg'ambar yoki sahobalar undaq bo'lishi u natoyin degan gap. Shuning uchun bu yerdagi mandaq devatding, u rivoyat devatding demasdan uniki shu kitobni o'qib, u rivoyat debdimi shu yozgan odam. Imom Buxoriy shuni rivoyat debdimi? Imom Muslim rivoyat debdimi? Ashning o'zi aniq qarab, uningdagi ma odamni mushuni qarta debdi desang bo'ladigan gap. Bu yerda biz bu yerni o'ydirib chiqarib olmadik, ashlar deyotgan narsalar. Yana bu programmada e'tiqod haqida nihoyatda ko'p to'xtaldik. E'tiqod haqida zaten Allohning bor va birligi, payg'ambarlarniki barhaqligi, kitobniki barhaqligi, oxiratning barhaqligi, malaikalarning barhaqligi haqida ayrim to'xtaldik. Nurg'un insonlar payg'ambarga inkor qildi deydi. Bu odamlar nihoyat yolg'onchi, kazzab insonlar ekan. Bu biz hech bir zaman payg'ambarga, Allohning kitobiga inkor qilgan hech qanday bir yerimiz yo'q. Allohniki o'zi buyurgan ibodatlarga inkor qilgan hech qanday yerimiz yo'q. Qur'oni Karimda nima bo'lsa, shuni aynan deyotimiz xolos. Yani Qur'oni Karimda nurg'un yerlarda nabiy, rasul degan kelimalar ishlatildi. Buning o'zini bizniki nima tarjima kitoblarimizda har ikkisini payg'ambar deb tarjima qilish orqali hech qanday uning farqini ajratmay kelgan. Biz bu haqdami nabiy degan qanday bir kishi, rasul qanday bir kishi. Rasul o'zi
neme ma'noga ega. Bu haqda o'zi nima to'xtalib o'tdik. Bu haqda o'zi mushuni biz deyotgan mushu so'zlarni bir anglaymiz desanglar, shu programmamizda hozir 53 qism programmada hammasi mushu bayon qilindi. Masalan, Rasul deganning o'zini biz ikki xil ma'noga yig'inchoqladik. Qur'oni Karim zaten shunday bayon qiliqliq. Biri Rasul, elchi bo'lgan kishi. İkinci ma'nosi risolatdan iborat. Yani her bir payg'ambarga, ya'ni nabiy payg'ambarga berilgan kitobning o'zini ko'rsatdi. Buningga o'zi nima qildik? Qur'oni Karimda ashta bayon qiliqliq. Ikkinchisi nabiy deganning o'zi Allohning kitob kelgan payg'ambarlarni ko'rsatdi. Rasulning o'zi nima desa, Rasul kitob kelmagan burunqi payg'ambarlar kelgan kitobning o'zini insonlarga yetkazgan kishilarni yana ko'rsatdi. Yani buni nihoyatda ixchamlab tushungan chog'da shunday tushunib olsangiz bo'ldi. Yani bu haqda to'xtaldik. Rasul, nabiy degan mavzuga maxsus shuni o'zini ko'rib chiqsanglar, bir qura tushunchaga ega bo'lib qolsanglar, Qur'oni Karimga asoslanib hammani bayon qilib o'tdik shu yerda. Yana bizniki bu programmamizda haqiqiy hadis bilan rivoyat hadislari haqida nihoyatda o'zi keng to'xtaldik. Chunki buni oldimizda bayatni dedik, yana uni. Yani haqiqiy hadis deganning o'zini biz Qur'oni Karimda 16 mı şundaq yerda hadis kelimasi ishlatildi. Hal ataki hadisu Musa degan o'xshash shundaq oyatlar bor. Bu yerda Musa haqidagi Musaning zamonidagi hodisalar haqidagi xabar san keldimi degan ma'noni bildirdi. Bu yerdagi hadis nimani bildirib shu vaqtda desa, hadis kelimasi hodisa voqelik deganning o'zini bildirdi ekan. Yani Musa alayhissalomning zamonida bo'lgan voqelikning o'zini bayon qilgan so'z degan gap bayqi. Bu yerda haqiqiy hadis bilan rivoyat hadislarini selishtirib o'tdik shu yerda. Haqiqiy hadis deganning o'zi jazma shunday bo'lgan voqelik. Yani Alloh taolo Qur'oni Karim bayon qilgan, masalan, Fir'avnning voqealigi, Musa alayhissalomning voqealigi, payg'ambar alayhissalomning voqealigi va Makka mushriklari, Yahud, Nasronining voqealigiga o'xshash Qur'oni Karimda bayon qilingan voqealik bu hadis Qur'oni Karimning hadis qismi bo'lib atiladi. Bu haqiqiy hadis bo'lib atildi. Yani sahih hadis demaymiz buni. Hech qanday bir yerda sahih hadis degan narsa yo'q. Nima uchun degan vaqtda sahih hadis deganning o'zi to'g'ri hadis degan ma'noni bildirdi. O halqi uning o'zi yana sahih hadis, sahih Buxoriy, sahih Muslimning beshiga sahih degan kelimaniki yozilib qolishining o'zimi bir xatolik. Nima uchun degan vaqtda shuning ichidagi rivoyatning hammasi to'g'ri degan ma'noni bildirdi. Bu o'zi nurg'un yerda shu xatoliklar bor. Unda bo'lganligi uchun buning o'zi sahih hadis emas. Hadis deyish kerak. Hadis desa, yani rivoyat hadislari desa, nihoyat to'g'ri bo'ldi. Qur'oni Karimning ichida bayon qilingan hadislarning hammasi haqiqiy bo'lgan hadislar bo'lg'achqa haqiqiy hadis deb atildi buning o'zini. Bo'lgan voqealik degan gap endi. Endi bu Qur'onning sirtidagi rivoyatlar Sahih Buxoriydan tortib Mishkat, Lolo Marjon deymiz, masalan, shunday nurg'un kitoblar bor. Bu şu hazır 1,5 milyondan eşip deyilyapti bu rivoyatlarni. Bu şu rivoyatlarning hammasi desa rivoyat hadisleri. Yani insonlarning orasida eg'izga kuchi yurgan cho'chaklar degan gap hamdi. Yani bu şu narsalarning o'zi bu rivoyat hadisleri deb atildi. Buni hech qanday o'zi haqiqatligi nima emas. Haqiqiy bo'lganligi aniq emas degan gap hamdi. Onu to'g'ri yoki xato bo'lishi ikkinchi bir masala, ammo uniki haqiqiy bo'lgan bo'lmaganligi aniq bo'lmagan shunday bir narsa. Buning uchun buni dinning qatoriga akirish, dinni shar'iylash qismiga akirib olish bu cho'ng xatolik deb hisoblanadi. Bu hadisning o'zini Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday hodisalarni bayon qilishdagi maqsadni tushuntirib o'tdik. Bu nimani ko'rsatdi desa, hodisalarni bayon qilishda Alloh taolo har bir inson o'zining qilgan ish harakatlarini Qur'oni Karimdagi ahkomlarga, Qur'oni Karimdagi prinsiplarga tatbiqlash orqali o'zi to'g'ri ish qilyaptimi, xatomi? Buning o'zini bilish uchun Alloh taolo shu o'zi hodisalarni bizga bayon qiliqliq va uningga hukmlarni chiqariqliq. Misol Abu Lahab haqidagi oyatning o'zini Tabbat surasini o'qigan vaqtimizda Abu Lahab shunday yomon ishlarni qilganligi uchun u o'zi
cho'qim halok bo'ladi deb Alloh taolo uning o'zini bayon qiliqliq, qiyomatda jahannam kirdiganligini hukm qiliqliq Alloh taolo. Ya'ni buningdan biz nimani bila olmaymiz degan vaqtda kimki Abu Lahab o'xshash shunday yomon ishlarni qilsa, u odammi Abu Lahab bordigan adresga boradi degan ma'noni bildirdi degan gap. Biz ashunday tatbiqlashni Alloh taolo bizga o'rgatyapti degan gap. Shunga biz o'zimizga qilgan ish harakatining o'zini Qur'oni Karimga tatbiqlash orqali Qur'oni Karimdagi ahkomlarga va prinsiplarga tatbiqlash orqali, aqidalarga tatbiqlash orqali to'g'ri e'tiqodda ketayotibdikmi? İşimizni to'g'ri qilib ketayotibdikmi, xatomi? Buning o'zini Qur'oni Karim tatbiqlash orqali to'g'ri yakun chiqarib, meniki qarashim mayat xato ketayotibdi, men men to'g'rilsa bo'ldi deb o'zimizni ishini to'g'rilashga foydasi bo'lganligi uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda ashunday hodisalarning o'zini bayon qilgan. Ya'ni o'zi musulmonlarniki, kafirlarniki, mushriklarniki va har xil dindikilarniki o'zi hodisalarni bayon qilgan. Yana Qur'oni Karimda biz bu programmamizda tabiiy ofat haqida to'xtaldik. Faqat bir yerda shu yer tavrash haqida to'xtaldik buningda. Ammo tabiiy ofatni asosan shu mavzuda bayon qilib bo'ldik desak bo'ladi. Chunki tabiiy ofat deganning o'zida tabiat dunyosida bo'lib turayotgan yoki bo'lish ehtimoli bo'lgan narsalarning o'zini ko'rsatadi. Buningga insonlar o'z loyig'ida tadbir qo'llanishi lozimligini bu vaqtda Alloh taolo Yusuf alayhissalomni bizga hikoya qilib, o'z zamonasida 7 yillik qahatchilikni qanday qutulish, ya'ni ofatni qanday qutulganligi haqidagi bayonlarning o'zini bizga bayon qilish orqali, hodisalarni bizga bayon qilish orqali har bir inson yoki bir jamoat o'zi kelayotgan tabiiy ofatga qanday taqobil turishni o'zini o'rgatganligini biz shu yerda bayon qildik. Buning o'zi yer tavrashni tortib hammasini o'z ichiga oladi. Chunki Qur'oni Karimda Zilzila surasining o'zida "Faman ya'mal misqal zarratin xayran yara va man ya'mal misqal zarratin sharran yara" degan oyatni xulosalaydi. Bu nimani bildirdi desa, kimki shu tabiiy ofatga zarrachilik o'zi bir qatqida bo'lsa, bu odam keldigan ofat zarrachilik oz keladi degan ma'noni bildirdi. Ya'ni u odamniki yaxshilik tarafi azroq jiqiri degan gap bo'ldi. Kimki uningga zarrachilik o'zi yomonlik qilsa, masalan, bir binoni misolga olsak, bir tal tumuni ortiq qo'shsa, bir binoni solgan vaqtda bu bir tal tumuni ortiq qo'shganga loyiq holatda uning natijasini ko'radi. Bir tal tumuni qo'shgan yer uni oz qo'shib qo'ysa desa, uning ziyinini ko'rdi degan ma'no chiqadi. Demak bu dunyodagi ish nima degan vaqtda biz qilgan ishimiz qarta u yerdagi ofatniki kirish kelmasligi yoki ofatning bizga zarar berish bermasligi ashunga bog'liq degan gap. Masalan, hozir Yaponiyadagi yerning o'zini misolga olsak, 8-9 bal yer tevrisa odam o'lmaklik. Nima uchun degan vaqtda ashunga loyiq ajr singdirganligi uchun o odamlarga keladigan ziyonmi ashunday nihoyat oz kerakli. Shuning uchun bu dunyoning ishlarini Alloh taolo insoniyatniki o'ziga qo'yib qo'ygan bo'lg'achqa, bu tabiiy ofat yoki insonniki vujudiga keladigan og'riq tuloq yoki xim xatarga o'xshash narsalarmi hammasi shunga kiradi. Inson o'ziga qanchalik o'zi yoki tabiat o'zining atrofidagi narsalarga qanchalik ahamiyat bersa, inson o'zi shunchalik rohatda uning natijasini yaxshi ko'radiganligini ko'rsatadi degan gap. Yana yuqorida bayon qilgandek ahkomlar, prinsiplar haqida alohida to'xtaldik. Chunki Qur'oni Karimda ahkom nihoyat oz bir qismni o'z ichiga oldi. Ya'ni o'zi zinoxon chalm-kesak qilishga o'xshash, yoki zinoxon o'zini qamchilashga o'xshash, ko'niga taraf ketyapman-da yana. Chalm-kesak qilishda. Yana o'zi zinoxon qamchilashga o'xshash, o'g'rini jazolashga o'xshash shunday bir qism jazolar, ahkomlar bayon qilingan bo'lsa-mu, ko'pincha yerlarda ahkomni bayon qilinmagan, faqat prinsip bayon qilingan. Shuning uchun o prinsipning o'ziga sep turib, insonning qilgan ishniki eg'ir qarta ahkom chiqarish olimlarga, ya'ni shu vaqtdagi o'zi sotchilar qoldirilgan bir ish ekanligini
Qur'oni Karim orqali biz bayon qilib o'tdik. Bu ahkam prinsiplar haqidagi shu nemamizga qarasanglar buning o'zini bir qadar tushunib o'ta olasizlar. Agar tushunmay bo'lsa, bizga yana o'zi so'z qoldirsanglar bo'ldi. İlmiy asosda. Hamdoliki hikmetli kitap kitap ve hikmet verildi degan oyatlarning nimasiga asoslanmadi. Agar Qur'onni biz yaxshi bilsak, yaxshi o'rgansek, undan biz to'g'ri hukm, hamda hikmet degan hukm, to'g'ri hukmni chiqara olamiz, hamda-chu. Alaqi qat'iy tushunolmaydigan yoki bo'lmasa andabek o'zimizning dinimiz qolmaydigan bir ish bo'lmaydi, hamda-chu. Albatta. Misal şu zakat haqida hozirgachilik musulmonlar 2,5%ni 2,5% zakat bermez deb payg'ambar alayhissalom zamonida 2,5% olgan deydi. Payg'ambar alayhissalom zamonida 2,5% olganlik haqida hech qanday rivoyat yo'q. Hech bir yerda rivoyat yo'q. Sahih olsun, sahih olsun, ondan başqa rivoyatlar olsun, ekbaqsun. Faqat o nerede bor desa, shu fiqh kitoblarda bor. Umayya Abbasiya sulolasi zamonida davlatning qonun qilgan vaqtida aş kitapta özü kanun kurdurgen ama o hiç kana rivayetli yok. Kur'an'da mı yok? Bunu Allah Teala nem degen de vaxtida zakatni berish faqatla ihtiyoç qarta bo'ladi deb bekitgan. Yani devlet ihtiyacı qanchalik iqtisodni nem qilsa o'zi talab qilsa insonlarga shu bo'yicha persen bo'yicha chechib shu davlat fuqarolaridan yig'adigan gap, u davlatning fuqarolari shuni berish o gerdindeki vazife olduğun gibi. Bunu öz çıkarış kimge kalıp dese iqtisodşünaslar bu hikmet bilen çıkırgan narsa. Yani şu adamda onunki hikmetini bilse o vaqtda onundaki özü prensiplerini yani qancha persen bäsi boludu bunu bekite alaydı degan gap. Şunun için Qur'oni Karimdagi hükümlerini o'qishning sirtida o hikmetni ögünüş bu nəhayət özü mühim bir iş degan gap. Yana aile qurush shartlari haqida mı to'xtaldik? Chunki bu haqida to'xtalmasak bo'lmaydi. Chunki rivoyatlarda Payg'ambar alayhisalom chaplangan nəhayət eg'ir bo'htonlar bor. Payg'ambar alayhisalom Hazrat Oyshaning 6 yoshida olgan, 9 yoshida birga bo'lgan degandek shunday rivoyatlar bor. Bu nəhayət o'z Payg'ambar alayhisalom qilgan bir haqorat. Qur'oni Karim nima deydigan vaqtida oila qurmoqchi bo'lgan ayollarni bayon qilib, "Er-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima fazalallahu ba'zan ala ba'zin ve bima anfaqu min amwalihim fas-salihat qanitatun hafizatun lil-g'aybi bima hafizalloh" degan mo'sh oyatni tafsil bayon qildi. Yani bo'lgan odam bir oilani boqqidek bir salohiyatga ega bo'lish lozim. Aql jihatda, jismoniy jihatda bir oilaniki iqtisodiy qiyinchiligini qamdiyoligidek bir o'zi aql va jismoniy jihatda yetilgan bo'lish lozim. Ayollarcha degan vaqtda ayollarmi o'zi fasolihatu qonitatun deganning o'zi fasolihatning o'zini yaxshi ayollar deb tarjima qilib qo'yuqliq. Bu nihoyat xato ketgan bir tarjima. Oila qurishga salohiyatlik ayollar degan gap. Oila qurishga namozat bo'la oladigan ayollar qanday bo'ladi degan vaqtda qonitatun. Oila tuzumini rioya qila oladigan hafizatun. Eri bir yer ketgan vaqtda oilaga ega chiqa oladigan, oilani saqlab tura oladigan, o'zini va oilasini, baljoqisi, oilaga tava bo'lgan hamma narsani o'zi saqlab, shuning hududini chiqa oladigan, shunday o'zi aql va jismoniy jihatda shunday holatga yetgan bo'lish lozim deydi Alloh taolo Qur'oni Karimda. Yana bir 6 yosh kirgan bir qizning o'zini bizning qizimiz bor misol. Mening 2 qizim bor. 6 yosh kirgan qizlar texi pampersni nurg'unlari pampersdan chiqmaydi. Hozirgi vaqtda. Bu pampersdan chiqmagan bir qizvalning o'zini egvasa, u tegib tegmayotami, uni bilamdi qizlarning o'zi. Bizda balog'at yetganda uni to'yni qilamiz degan bir so'zlar bor, misol. Balog'at nima deydi? Uni balog'at deganning o'zini Qur'onga yetganda. Qur'onga yetganda degan so'zning o'zi u bizda Qur'onga yetgan deganni chiqishdi bizniki shariat tarafida. Hamda Qur'onga yetgan deganning o'zi u nemaga
to'y qilgandek bir yoshqa, bir jismoniy jihatdan bir kuch qudratga ega bo'lgan vaqtida o'tgan o'zi eg'ir yenik ish bo'ldigan gap, bir oila qurish degan undaq bak o'ng'ay narsa emas. Uning hammasining o'tisidan chiqadigan gap, shuning hammasining o'tisidan chiqqidek bir aql va jismoniy jihatdagi bir narsaga ega bo'lgan vaqtida uningdan uning o'zini to'yni qilish lozim degan gap. Shu Qur'oni Karimda ilqi bir rushda degan bir ibora var. Agar sizlar uningdan bir to'g'ri yo'lda mang'alagidek bir narsani bayqasanglar, u vaqtda uningki to'yni qilib qo'ysanglar bo'ldi degan. Bu nima degan vaqtda biz bolalarimiz cho'ng quvvatimiz, misol bolalarimizni qarasak, qilgan ish harakatlardan, gap so'zlardan u to'y qilib bo'lgandek bir holatga yetganligini ota-ona odam bayqaydi degan gap. Ma bolamniki to'y qilgandek, ma bolam to'y qilgandek holiga kelibdi. Endi qizi olsa xaridor kelsa, buningga asta o'zi nim qilsak bo'lgandek, to'yni qilib qo'ysak bo'lgandek, yoki o'g'limiz olsa birsini topsa, to'yni qilib qo'ysak bo'lgandek, kallada bir son bo'ldi ota-ona odamniki. Demakki, baljoqniki ashundaq bir oila qurish salohiyatiga to'shqan vaqtida uniki o'zi to'yni qilib qo'yish ota-onaning ustidagi vazifa. Bu yerdagi bizniki nuqtaliq yerimiz nima degan vaqtda yashiga to'shmagan 5-6 yoshdagi qizlarning o'zini yoki 8-10 yosh, 11-12 yoshli qizlarning o'zini to'yni qilish bu o'zi Alloh taoloning bu prinsiplarga uyg'un kelmaydi degan gap. 11-12 yoshli qizlar hozirgi vaqtda u to'y qilish ularga bakla atganlik qildigan gap. Eng to'g'ri bo'lgan chog'da 16-17 yosh bo'lsa, u vaqtda bir muvofiqroq bo'ldi desakmi, ammo bo'lsa 18-19-20 bo'lsin bo'ladi. Ammo u kichkina bolalarning o'zini to'yni qilib qo'yish bu nihoyatda qizlarga yana o to'y qilmoqchi bo'lgan qiz o'g'illarga bir zulm qilganlik, Alloh taolaning amr farmonlariga itoat qilmaganlik bo'ldi. Chunki o salohiyatga ega bo'lmagan insonlarni to'yni qilib qo'yishning o'zi to'g'ri bo'lmaydi. Shuning uchun biz oila qurish haqidagi programmamizni bu haqda hali tafsil to'xtaldik. Bu haqda o'zi mana ko'rib chiqsangiz bo'laverdi. Zaten YouTube her kanallarımızda bor bu. Yana Qur'oni Karimdagi ikki prinsipning o'zini bayon qilib o'tdik. U nima degan vaqtda so'z erkinlik va e'tiqodiy erkinlik haqida alohida to'xtaldik. Chunki Qur'oni Karim so'z erkinligi, e'tiqodiy erkinlikni keng insonlarga keng bergan bir kitob. Ya'ni Alloh taolo insonlarga xolisa bir dinni qabul qilish, xolis qabul qilmasdan iborat bundaq bir o'zi nimani berishlik. Söz qilgan vaqtidami diniy sohada so'z qilsin yoki to'g'ri bir narsa haqida so'z qilish insonlarning erkinligi. Bir inson bir so'zni qilyotsa, sen andaq so'zni qilding, mandaq so'zni qilding, sen degan oqchi, ko'kchi deb uni haqorat qilish, uning o'zini tillash, u hech bir zaman ilm ahli bo'lgan, aql egasi bo'lgan insonlarning qilgan ishi emas. Agar o insonlar kichkina aqli bo'lsa, aql joyida bo'lsa, shu söz qilayotgan insonlarniki so'zni xatolik qarta dalil isbotning o'zini keltirsa bo'ldi. Biz o'sha programmani boshlagan vaqtda degan, hozirmi deyapmiz. Bizniki shu her bir o'zi programmamizda to'xtalganimiz oyatni Alloh taolo Qur'oni Karimda ko'rsatgan oyatlardan bir qancha o'z oyatlarining o'zini naql keltirib turib, o shu mavzuga to'xtaldik. Agar biz unutib qolgan yoki xatolashgan yerimiz bo'lsa, uning o'zini shu bizni tillayotgan axloqsiz insonlarning o'zi aşağıda delil isbotni tepib bizga shuning o'zini ko'rsatsa bo'ldi. Bo'lmasa insonlikqa yansa texi yaxshi bo'ldi insonlar. Texi bizni tövbe qilsin debdi, biz bu to'g'ri bir ishni qilib turib ham tövbe qilamdik endi. Aslida tövbe qilish degan gap to'g'riga qaytish degan gap-ku. O to'g'ri bo'lgan narsa Qur'on Karim tursa. Qur'on Karimga qaytsak tövbe qilmamoqdik shuni. Albatta biz burun tövbe qilib Qur'on qaytdik. Ham ulama asli tövbe qilib Qur'on qaytsa, u vaqtda nihoyat to'g'ri bo'ldi-da. Hikoyaga ishonmay. Yani biz iqtisod, yani asosan bu Qur'ondagi mazmunni biz e'tiqod, ibodat, tuzumlari, andagi mush iqtisod, jinoyat haqida to'xtaldik. Ham bu iqtisod haqida degan vaqtda iqtisod
qandaq o'zi tepish, yani qandaq tepish degan tepish usullarini o'rgatish nemimiz yo'q. Ammo qandaq shart asida Alloh taolo qandaq shartlarni qo'ygan, shu shart asida tepish va qandaq yerlarga ishiltish haqida alohida to'xtaldik. Bu vaqtda yana shu mavzuni tepib, o'sha yerda ko'rsanglar, o iqtisodiy sohadagi masalalarda shartlarning o'zini yani biz har yerda ishlayapmiz. İşleyen vaqtda qandaq o'zi ishlarni qilsak to'g'ri bo'ldi, qandaq ishlarni qilsak xato bo'ldi. Buning o'zini o'sha yerdan o'rganib olaymiz. Yani bu iqtisoddagi banka boj masalasida alohida to'xtaldik. Chunki men nurg'un yerda bu banka masalasi kelgan vaqtda banka masalasini so'rgan yerda o bizniki nurg'un o'limalarimiz bizning kitimizde banka yok. Ya konmaydı banka hakkında palanı ahınım andaq dep, tutanı ahınım mandaq dep. Aşındaq özü sözlerin qaldığını kördüm hem anlığantım da. Şunun için bu yerde bu qarindaşlarımızla oturup bu banka meselesi hakkında alayet toxtalgan bolduk. Çünkü banka bizniki Uyghur tili boyunca aytgan vaqtida amanet qaz kooperativi degan ma'noni bildirdi ki, meniki atam bankada biroz ishlaganda, shuning uchun men buni biroz yaxshi tushunaman. Amanet qaz kooperativi degani pul topgan odamlar pulusini amanet qo'ydigan va pulusi yo'q odamlar u yerdan qaz oldigan o'rin degan gap. Shuning uchun u banka masalasini tushunmoqchi bo'lsakmi, shu bizniki maxsus banka masalasi haqida to'xtalgan nima programmamiz bor. Shu yerga qarasanglar, bu masala Qur'oni Karimdagi oyatlarga asoslanib turib, hozirgi zamonga eng to'g'ri keladigan, ya'ni hozirgi zamonda ilg'or Qur'oni Karimdagi o bayonotlar shuning o'zini o'ttirga qo'ydik. Bu halqi bizniki o'lmalarimizga nima qilganlik emas, ammo o'lmalarimiz shuning o'zini hal qilmoqchi odatda, banka masalasini o'zini. Chunki o Qur'oni Karimga tayanmagan bo'lg'achqa masala hal bo'lmagan gap. Agar shu olimlarimiz Qur'oni Karimga tayangan bo'lsa, Qur'oni Karimni izlagan bo'lsa, bu masalani bizdan burun hal qilgan bo'lardi. Shuning uchun bu olimlarimizning o'zinimi shundaq masalalarda, ya'ni har qanday masalada Qur'oni Karimga asoslanishni, Qur'oni Karimga qaytishni va har narsani Qur'oni Karimdan izlashni biz tavsiya qilamiz. Chunki Qur'oni Karim javob berolmaydigan, Qur'oni Karim orqali hal bo'lmaydigan hech qanday bir masalaniki yo'qligini biz bildik shu sohada. Nurg'unlagan masala bo'lishi mumkin. Bizniki esimiz kelmagan, u agar shu masalalarni bizni esimizga solsa, Qur'oni Karimdan uni izlash orqali qarindoshlarimizga javob beramiz inshaalloh. Bundan keyin boj masalasi. Bu boj masalasining o'zini mavazir zakat masalasini o'tirib qo'yib, yiliga 2,5% zakat bersa, boj to'lagan insonlarga zakat berilsin deydigan bunday bir qoida hozir bizda mavjud. Chunki biz g'arb davlatlarida bu yerda ishlasak, u zakat yana boj bermaslik aslo mumkin emas. Ya'ni boj to'laymiz. Ya'ni bu davlatniki olgan beji Qur'oni Karimda bayon qilgan zakatdan iborat. Ya'ni bir odam ishlab davlatga boj to'lagan bo'lsa, u odam o'zi zakat bermasin bo'ldi. Agar u odam ishlamagan bo'lsa, hukumat uningga ta'minot pulisi bergan bo'lsa, u odam zakat bermasin bo'ldi. Chunki nima ish qilgan vaqtda zakat berish salohiyatiga to'shmaydi u odam. Buning uchun zakat berish salohiyatiga to'shmaganligi uchun, ya'ni boj berish nimasiga salohiyatiga to'shmaganligi uchun hukumat uni bajarmaydi. Demak, bu odam zakat berish salohiyatiga to'shmaydi degan gap. Bu odamga zakat bermasin bo'ldi. Ammo ishlab pul tepatgan bo'lsa, boj bergidek imkon bo'lgan hamon zaten hukumatning boj oladi uningdan. Boj bergan odamlar qayta zakat berishga hech qanday hojat yo'q. Chunki davlatga to'langan boj Qur'oni Karim ko'rsatgan zakatdan iborat. Yana biz jinoyatlar haqida to'xtaldik. Jinoyatlarniki nihoyat turlari ko'p. Buni o'zini bir 2-3 bob, ya'ni 2-3 suhbatda bayon qildik. Buningda Qur'oni Karim bayon qilingan, ya'ni hukmi bayon qilingan jinoyatlarni ustidan to'xtaldik. Masalan, zina deymiz, andan keyin o'g'irlik deymiz, shunga o'xshash bo'xton deymiz, shunga o'xshash
bir qism Qur'oni Karimda uning ahkomi, hukmi bayon qilingan nimalarni, o'z jinoyatlarni bayon qildik. Ham uning sirtidagi fohisha haqida, fohisha deganning o'zini bizda zinoning bir turi deb qaraydi, ammo bu faqat zinoga yetmaydi. Fohish deganni sat, qabih söz harakatning o'zini o'z ichiga oladi. Buningda hozirgi vaqtda bütün dünyanın her qanday yerda bor bu insonlar, misol o'xshash jinsliklarniki ishi, masalan erlar bilan ayollar bilan munosabat qiladigan ishlar yoki sunniy narsalar bilan munosabat qiladigan yoki ummaydi hayvonlar bilan munosabat qiladigan, hayvonlar bilan to'y qiladigan bundaq ishlar bor. Bularning o'zini nihoyat keng kushada o'zi to'xtalib o'tdik. Buniki ixtiyor holatda, ikki taraf rozi bo'lgan holatda qilganning o'zini Qur'oni Karim qanday bayon qilgan, qanday jazo bekitgan va uningdan bir tarafga hujum qilish orqali, masalan, zinoniki nimasi hamda bosqinchilik qilgan bo'lsa, zinodan o'tib, u bir taraf rozi bo'lmagan shart ostida uni bosqinchilik qilgan bo'lsa, o'g'irlik qilmay bulonchilik qilgan bo'lsa deganga o'xshash bundaq ishlar o'tadigan vaqtda buningga Alloh taolo Qur'oni Karimda qanday o'zi bayon qilgan, buni o'zi biz Qur'oni Karimdagi oyatga asoslanib buni bayon qilib o'tdik. Ya'ni bu jazo, jinoyatlar degan mavzuda bu bayon qilindi. Mushuning o'zini ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Hamda bu yerda ko'rib chiqib tushunmagan yerning o'zini berib, pishti fasodga aylantirib, insonlarga haqorat qilmasdan u yerda mayani biz tushunmadik. Bu yer nima degan gap degan haqida bu yerda bir narsa yozsanglar yoki bizga so'z qoldirsanglar, biz uningga Qur'oni Karimdan izlanish orqali, mayli bir kun kessin yoki bir yil kessin, izlanish orqali uningga o'zi javob beramiz. Chunki hozir darhol bilolmay qolib qolsak, balkim uni izlanishimiz mumkin, iznib tepishimiz mumkin. Uni topolmasak, bildigan ustozlardan uni so'rab, bilib, sizlarga javob berishimiz mumkin. Uning uchun biz hech bir narsada hamma narsani bilamiz demaymiz, chunki hamma narsani bildigan faqat Alloh. Biz bu sohada shu o'zimizni imkon qadar buni bayon qilib o'tamiz. Yana biz Qur'oni Karimda davlatchilik haqida alohida to'xtaldik. Chunki bizniki bu davlatchilik haqida nihoyat o'xshamagan ko'z qarashlar mavjud. Nurg'un insonlar islom davlat qurimiz deydi, ba'zanlari xalifalik qurimiz deydi, ba'zanlari o'z amirlik, islom amirligi qurimiz deydi, ba'zanlari demokratik davlat qurimiz deydi. Shunga o'xshash nurg'unlagan nimalar bor, talash tortishlar bor. Ammo Qur'oni Karimda hech bir zaman bir davlatni islomlik, ya'ni bir dinning nomida qo'yishning o'zini Qur'on Alloh taolo buyurgan emas. Ya'ni insonlik davlat qurishning o'zini Alloh taolo o'tirib qo'ygan. Uning uchun payg'ambar alayhisalom va Davud alayhisalom, Sulaymon alayhisalom o'xshash payg'ambarlarni o'z zamonasida qurgan davlati insonlik ustiga qurilgan. Ya'ni u davlatning ichida har xil diniy e'tiqoddagi insonlar yashay oladigan, adolat ostida hammasi barobar yashay oladigan, har odam o'zining diniga erkin o'z e'tiqod qila oladigan shunday o'zi bir davlatlarni qurgan. Uning uchun Qur'oni Karim o'tirib qo'ygan davlat nima degan vaqtda insonlik davlati, ya'ni har xil e'tiqoddagi har xil millatlar adolat ostida barobar yashay oladigan bir davlat qurishni Alloh taolo buyurgan. Shuning uchun payg'ambar alayhisalomni Madinada qurgan davlatining ichida musulmonlar, mushriklar, osmondagi xristianlar va yahudlardan iborat, ya'ni o'zi bir qancha dindagi va bir qancha millatdan iborat shunday insonlar birga yashaydigan bir davlatni qurgan. Faqat u yerdagi davlatniki tuzumi nima bo'lgan degan vaqtda faqat adolatni asos qilgan. Hamma insonga o'xshash nima qilish, o'xshash o'zi qonunda o'xshash muomala qilish bunda bekitilgan. Qur'oni Karim shuni bayon qildi. Lakum dinukum valiyadin deganning o'zi shunga keladi ya'ni. Shuning uchun hissiyot qilib berilib yoki e'tiqod qilib berilib, men degan musulmon bo'lgandan keyin mening davlatim islom bo'lishi kerak. Men musulmon bo'lgandan keyin faqat musulmonni bilan o'tishim kerak. Men musulmon bo'lgandan keyin faqat musulmonlardan yordam so'rashim kerak degandek bundaq so'zlarni qilish bu davlat qurgan insonlarga to'g'ri kelmaydi. Bir davlatni qurimiz deydi ekanmiz, kimdan o'zi bizga yaxshilik kelsa, uning bilan o'zi yaxshi do'stlashib,
onun özü faydalanıp devletni kuruş bizniki vazifemiz. Ama özü fakat Müslümanlığını asas kılış yoki özümüzdeki yakın milletimizni asas kılış bu ılkı devlet kurulgan insanlarga nim kılmaydı. Mayli qandaq Yahudi olsun, Nasara olsun yoki Müslüman olsun yoki Türk olsun. Mesela biz şahsi Uygurlarni misalga algan vaqtimizda Uygurlar her qandaq bir millet yoki her qandaq dindiki insanlardan to'g'ri usulda foydalanish orqali davlatni qursa, bu Alloh taoloning oldida hech qanday gunoh bo'lmaydi, to'g'ri qilgan bo'ladi amaliyotda. Yani bu yerda birinchi davlatning ismini din bilan atash Alloh taolo Qur'oni Karimda ko'rsatmagan bir narsa. Uning uchun o'z davlatning ismini eng to'g'ri usulda bir ismni qo'ysa bo'ladi yoki bo'lmaydi. Şu yani yer namını koysun buldu Qashqariyaga o'xshash yoki bo'lmaydi Sharq Turkistonga o'xshash, Uyg'uristonga o'xshash ismini qo'ysa bo'laverdi. Va lekin uning o'zini islom deb din bilan pardozlash butunlay xato. Chunki islom degandan keyin islom musulmon bo'lmagan insonlarga besim olib keladi. Ya xristian deb bir davlatni qurgan aman xristian bo'lmagan millatlarga besim keldigan gap. Uning uchun adolatni o'tirib chiqaraman degan vaqtda bir dinni asas qilish Qur'oni Karimda bu ko'rsatilmagan, hattoki cheklangan. Chunki Qur'oni Karim uning uchun lakum dinukum valiyadin degan oyatni o'tirib qo'ygan. Yani davlatniki ikkinchi nemisda saylam degan bir narsalar bor. Hozirgi zaman burun tortib shu saylam, masalan, Payg'ambar alayhisalom vafot bo'lgandan keyin Abu Bakrning zamonida, Umarning zamonida saylamlar bo'lgan. Demak, o saylam bo'lish o bir insonning haqqi saylash. Bu saylangan vaqtda saylangan insonniki musulmon bo'lishi yoki kofir bo'lishi shart emas. Qandaq inson bo'lishidan qat'iy nazar bir davlatning ichida, masalan biz Sharq Turkiston misol olsak, Sharq Turkistonning ichida yerlik millatlardan qandaq bir millat yoki qaysi diniy e'tiqodli inson bo'lishidan qat'iy nazar davlatni to'g'ri yetaklab mang'alaydigan insonlarni o'zi to'g'ri yetaklab, to'g'ri o'zi uniki iqtisodiy va har xil qiyinchiligini to'g'ri hal qilib mang'alaydigan, ya'ni davlatniki beshib turib, u davlatniki raisligidan shu to'liq hödüsini chiqalaydigan, uning ahli bo'lgan, uni biladigan insonlarniki bo'lishi bu Qur'oni Karim o'tirib qo'ygan bir prinsip. O davlatni beshiga musulmon kelish yoki g'ayrimuslim kelishni shart qilish bu butunlay o'zi islomga xilof bir narsa. Shuning uchun biz davlat qursak, uning bir diniy olimniki davlatning beshiga kelishi bu shart emas. O davlatning beshiga kelgan odam davlatni boshqarmoqdek qobiliyatga ega bo'lgan, shuni hödüsini chiqargan bir inson bo'lsa, bizga yetadi. Uniki e'tiqodi nima bo'lishidan qat'iy nazar, u o'zining ishi. E'tiqod Alloh taolo bilan insonning o'rtasidagi ishi bo'lg'achqa, uni insonlarning orasida ishiltish butunlay xato. Yana o'zi davlatning ichida ichki siyosat, tashqi siyosat degan narsalar bo'ladi. Misol, ichki siyosatda davlatning ichidagi insonlarning hammasiga o'xshash o'zi muomala qilish Qur'oni Karimda belgilangan. Masalan, boy deganki lakum dinukum valiyadin degan so'zning o'zi shu oyat shu davlatniki ichki siyosatiga ham tava. Chunki davlatning ichidagi barliq insonlarga, davlat ma'murlari hamma odamniki dini o'ziga, ya'ni mana jinoyatchilarga jazo beradigan masalan sud mahkamasi deyli. Shundaq yerda o sotchining o'zi musulmonga buning sal jinoyatiga sal to'g'riroq jazo beray, o kofirga buning sal og'irroq jazo beray deyishi bu butunlay adolatni buzganlik hisoblanadi. Shuning uchun uning diniy e'tiqodi Alloh va o'zining orasidagi ish. Ama adalet inson bilan insonning orasidagi bo'lgan ish bo'lganligi uchun uning orasida adolatni hukm qilish bu Alloh taolo belgilagan bir belgilama. Mushunga amal qilish, ya'ni bir davlatniki sotchilari, ma'muri, o'zi xodimlari shu ichki siyosatda butun insonlarga o'xshash muomala qilish bu Alloh taolo belgilagan bir ish. Bir belgileme, mushunga amal qilgan vaqtda to'g'ri amal qilgan bo'ladi degan gap. Ikkinchisi tashqi siyosat. Tashqi siyosatda adolat o'zi hisob qilinmaydi, chunki bir davlatniki prezidenti ikkinchi bir davlatga adolatni o'zi faqat tavsiya qila oladi, ammo uni besim ishiltish orqali
uni adil bo'l deyish huquq olmaydi. Uning uchun tashqi siyosatda faqat o adolatni tashabbus qilishga bo'ladi. Ammo ikkinchi tarafi faqat davlatniki manfaat asos qilindi. Shuning uchun o'zining davlatiga kelgan manfaat foyda ziyon bilan tashqi siyosatni belgilaydigan gap. Agar ziyon silingan bo'lsa, u vaqtda oraliqda cho'ng'aroq ziyon bo'lgan vaqtda dushmanlik paydo bo'ladigan gap. Shuning uchun tashqi siyosatda misol biz hozirgi vaqtda boshqa mamlakatlar, boshqa millatlar bilan muomala qiladigan vaqtda uning diniy e'tiqodiga nima qilib o'zi eslish orqali muomala qilish, siyosat qilish bu butunlay xato. Masalan biz musulmon bo'lganligimiz uchun musulmon mamlakatlar bilan, musulmon millatlar bilan hamkorlashimiz, g'ayrimuslimlar bilan hamkorlashmaymiz deyishimiz bu o'zi Qur'oni Karim o'tirib qo'ygan narsa emas. Uning uchun biz mayli musulmon bo'lsin, mayli g'ayrimuslim bo'lsin, u bizga foydali bir sharoitli bo'lsa, foyda keladigan ish bo'lsa, uni bilan hamkorlashib, davlatimizni, millatimizni qutqizish bu o'zi Qur'oni Karimdagi prinsiplariga hech bir zaman zid kelmaydi. Hem Qur'oni Karim ko'rsatgan yo'lga eng to'g'ri keldigini shu. Shuning uchun davlatning ismini islomlashtirish, bundaq bir narsani yoki bo'lmaydi prezident musulmon bo'lish, yoki islom olimi bo'lish, o'xshash bundaq narsalarni o'tirib qo'yish bu butunlay xato. Uning ahli bo'lish shart qilindi. Uning salohiyatli odam bo'lish, mayli er bo'lsin, ayol bo'lsin, mayli qandaq dinda bo'lishni qat nazar, masalan biz o'zimizniki millatni misol qilgan vaqtda bizniki millatimizning ichida hozir musulmonlar va g'ayrimuslim masalan Yevropada nurg'un o'zi shu xristian diniga kirib ketgan Uyg'urlar bor hozirgi vaqtda. Hozir dunyo xristian jamiyati degan jamiyatni qurilib ketdi. Vatanda hattoki hech qanday dinga ishonmaydigan insonlar ko'payib ketgan bo'lishi mumkin. Ammo vatanimiz mustaqil bo'lgan vaqt yoki vatanimizni mustaqil qilish jarayonida u insonlarga yetakchi bo'lgan insonning o'zini bir dindor inson bo'lish lozim deganni shart qilish butunlay xato. U dindor bo'lsin, bo'lmasin, u o'zining ishi faqat millatni to'g'ri yo'lga yetaklab manganmamdi. Bu surishti qilinish lozim. Yani şu adam, şu reis buluşqa salahiyetlik mi emasmi? Bunu surishti qilish bu millatniki vazifasi degan gap. Yani millet u yerda reislikdan iborat, prezidentlikdan iborat bu amonatni o'z ahliga berish bu millatniki o'zining vazifasi degan gap. Yana biz her xil dindagi insonlar bir yerda, her xil dindagi va her xil millat bir yerda yashagan vaqtda u jamiyatni nimani asos qilish kerak degan prinsip ustidan to'xtaldik. Buningda faqat adolat orqali barobarlikni asos qilish Qur'oni Karimda ko'rsatilgan. Chunki boyaqi degan oyatning o'zi lakum dinukum valiyadin degan oyat va Qur'oni Karimda وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ degan oyat La yaskar qavmun an qavmin asa yakun khayran minkum degan mush oyatning hammasi nimani bildirib degan vaqtda bu halqi bir jamiyat yashagan har xil diniy e'tiqoddagi va har xil millatlar bir-biriga millatchilik bilan har millat o'zining millatiga has qo'shish va millatini taraqqiy qildirish asosida yashash bu nihoyat yaxshi bir ish, ammo millatchilik qilib boshqa millatlarga haqorat qilish, boshqa millatlarni kamsitish Qur'oni Karimda bu cheklandi. Xuddi shunga o'xshash bir odam musulmon bo'lish va boshqa bir dinga yoki xristian bo'lish o'zining shaxsiy ishi, ammo musulmon bo'lsin yoki g'ayri yoki boshqa xristian bo'lsin, boshqa dindagi insonlarga diniy jihatda unga haqorat qilish u o'zi Alloh taolo cheklagan bir ish. Shuning uchun her adamdaki dini e'tiqodi o'ziga degan nimada prinsip bo'yicha yashash bu Alloh taolo o'tirib qo'ygan prinsip. Shuning uchun buni amal qilish bu Yevropada asosan shu narsaga yo'l berilgan. Bir mahalning ichida nurg'un millat, nurg'un o'zi dindikilar birga yashaymiz. Hech kimga diniy sohada uni haqorat qilmaydi. Shunday yashash degan gap Qur'oni Karimdagi prinsiplarni shu g'arb davlatlari asosan
icra qilyapti degan gap bunday aytgan vaqtida. Yana biz bu qilib kelgan ishimizda milliy madaniyat, urf-odat sohasidami nihoyatda keng to'xtaldik. Milliy madaniyat sohasida misol naqshi musiqa usul sohasida to'xtaldik. Chunki bu sohada naqshga kelgan vaqtda arabning naqshlarini, andaki musiqaga kelgan vaqtda arabniki musiqa asboblaridan iborat dopchasi bo'lib deydigan shundaq bir narsa o'tirdi bordi. Bu biz Qur'oni Karimda bunday bir narsa yo'q. Qur'oni Karimda naqshini biz Qur'oni Karimga asosan bir so'z. Qur'oni Karimda buni hammasi so'z deb qaraydi. So'zning ichida qanday so'zni qilish, qanday so'zni qilmaslik bekitilgan. Masalan, yolg'on so'zlamaslik, bir odamni haqorat qilmaslik, birsiga o'zi takabburlik qiladigan holatdagi bir so'zlarni qilmaslik, vaqirmaslik deganga o'xshash shundaq o'zi so'zlar bor. Fohisha so'zlarni qilmaslik, ya'ni yomon yo'lga boshlangan bunday so'zlarni qilmaslik degan cheklangan so'zlar bor. Endi naqshga kelgan vaqtda degan vaqtda agar naqshning ichida shu Qur'onda cheklangan so'zlar bo'lgan vaqtda u naqshni aytish haram. Ya'ni cheklandi. U naqshiga, ya'ni shu cheklangan naqshiga musiqa chelish ham cheklandi. Va u cheklangan naqshiga usul o'ynash ham cheklandi. Agar u Qur'oni Karim cheklagan so'zlar bo'lmagan shart asosida, ya'ni millatniki birlik barobarligi, insonlarga yaxshilik qilish, misol bilimga tashabbus qilishga o'xshash bundaq naqshlar bo'lgan vaqtda bu naqshlarni aytish o'zi to'g'ri bo'ladi va bu naqshlarga musiqa chelishmi to'g'ri. Ayollar ayrim holatda undaq naqshlarga usul o'ynasa ham gunoh bo'lmaydi. Buna shu naqshi musiqa degan mavzuda texnik keng to'xtaldik. Shuning uchun texnik yaxshi bir tushunsak bo'ldi degan odamlar bo'lsa, shu yerdagi shu mavzuga qarasa, shuni ko'rsa texnik keng kushada tushuna oladi. Ham urf-odat kelgan vaqtda misol qizlarniki qulug'ini tashtirish, o'g'illarni xatmi qilish, o'xshash shundaq ishlarning o'zi degan vaqtda bu bir urf-odat, bu diniy sohadagi bir ish emas. Qur'oni Karim buyurgan bir ish emas. Ammo buniki ichida xatmi qilish ishlari bu yaxshi bir urf-odat, chunki o'g'illarniki o'zi salomatlik uchun nihoyat yaxshi bir ish. Shuning uchun bu urf-odatniki o'zi yaxshi tarafi bo'lganligi uchun bu ishni qilish Qur'oni Karimda hech qanday gunoh hisoblanmaydi. Uni qilmasam ham hech qanday gunoh bo'lmaydi. Bolaning o'zi xatmi qildimmi-chi, hech qanday gunoh bo'lmaydi. Qismi ham hech qanday bir savob ketmaydi, ammo salohiyat nima jihatda, salomatlik jihatda bu bir yaxshi ish bo'lganligi uchun buni qilsa, u bolaniki salomatligiga o'zi yaxshi bo'ladi. Shuning uchun buni bir qism urf-odatlarni, arabniki urf-odatlarini din holatiga akib olish, buni sunnat deb bir narsaga aylantirib olish bu butunlay to'g'ri emas. Bu arabniki Yahudlarniki bir zamonsidagi urf-odatdir. Ya'ni İbrahim Aleyhisselam'dan başlangan deb qo'ydi. İbrahim Aleyhisselam'dan başlansın, kimdan başlansın? Qur'oni Karimda bo'lmagan narsa hech bir zaman dinning ichidagi narsa emas. Uni qilsa, foydasi qilsa bo'laverdi. Foydasi bo'lmasa, qilmasa hech qanday gunoh bo'lmaydi. Misol, undan boshqa o'ng qo'lda tomoq yeyishga o'xshash, o'ng tarafini besib yetishga o'xshash bundaq ishlarning hammasi nima degan vaqtda bu bir o'zalqi shu zamonda bir deyilgan bo'lishi mumkin bo'lgan bir narsalar. Payg'ambar alayhisalom shunday deganmi demaganmi uni biz bilmaymiz. O rivoyatlarda deyilgan bir so'zlar. Ammo bu yerdagi o'ng qo'l va tomoqni o'ng qo'l bilan yeyish emas, masala o'ng qo'l bilan yemdi, so'l qo'l bilan yemdi, u o'zining ishi haromni yemaslik. Halol narsani yeyish Alloh taolo bekitgan narsa bu. U yerda o'ng qo'l bilan yesin, ya'ni haromni yesa baribir gunoh bo'laverdi. O'ng qo'l bilan yeganligi uchun u savob bo'lib kelgan bir ish yo'q. Yani nurg'un o'zi bir qism ahmoq qarindoshlarimiz Angliyada mashinani so'l tarafda haydaydi, shuning uchun Angliyaga bormaymiz degan insonlar borki, bu ahmoqlik bu. Butunlay. Angliyaning gibi chiqib qoldim ishadi.
Endi şu Kirem Zahir'nin akısı Engliya var deydi. Engliya'nın kaysı idaresinin akılırdı. Ba şunu bir deprem değil. Şunu bek arzu qilmayman, o'sha Angliyaga o'xshash bir davlat bizning oqimiz turgan bo'lsa, maoshimizni bergan bo'lsa, bir tal ishxonni bergan bo'lsa, texim bek Qur'onning o'zini yaxshi tadqiq qilib, texim millatimizni texim yaxshi anlatib qilsak, bundaq bir arzoyim bor. Va lekin shuni bermaydi ekan bu xalqning o'zi. Buni o'zi o'sha insonlar Abduqodir Yapjan akimizning o'zimi ash yoshga kelgan vaqtda ash gapni debdi, ash gap yarashamdi ash odamga. Men hayron qilibdi bu odamlarga. Misol bir narsani bilmay turib ash gapni qilish bo'xton bo'lganligini, bu og'ir jinoyat bo'lganligini, yolg'onchilik bo'lganligini misolda ash odamni bilmamdi. Bizni zodi endi xotin taloq debdi, nima debdi, murtad, murji, zindiq deb shunday nurg'ulg'an narsalar debdi. Biz Allohning kitobini yetkazayotganligimiz uchun bu gapni qilyapmiz odamlar. Allah'ın kitabını yetkizir. Aslında aş adamların Allah'ın kitabını yetkiziş vazifesi var. Bu vazif ayrı kayıp kalsın. Şunu kıvatkan adamlarını, hakaret kıvatkan adamlar da bu. Şunun için yana şu bir yaşlap özü oyunlu pekişine bir ütünümüz özümüzdeki aksizdeki bir adamlar misal. Mesela Abdurrahman Cemal deyimiz. O şu Abdullah Yalqun deyimiz. Andaki Mehmet Yusuf yaxshi tunishimiz onun olanma. Aşı adamlarımı aşımda gapni qilib demdi. O'sha gapni qilish deganda bu bir ahli ilm bo'lgan odamlarga yarashmaydigan bir narsa. Shuning uchun bu bir odam Qur'onda so'zlasa, Qur'onda so'zlagan odam murtad bo'lamdi. Buni aş adamni bir qatim o'ylab ko'rish kerak. Alloh taolo Qur'onga ishonal deylik, Qur'ondan boshqa narsani dinning ichiga akirmaslik to'g'ri Qur'oni Karim nurg'un oyatlar bor. Masalan, "Fawailul lillezina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim summa yaqulun haza min indillah." Fawailul lillezina fawailul aş oyatning o'zida misol deydi Alloh taolo. Qo'llari yozgan narsani bu Allohning dargohidan degan odamlarning holiga voy deydi. Qo'llari yozgan odamlarning holiga voy va uningga amal qilgan odamlarning holiga voy deydi. Demek Allah Teala bizge düşürmeyen kitapka, yani Kur'an-ı Kerim'e emel kılmay, insanlar öz kulları yazıvagan nersini ma din dep biz özü, onun emel kegelligimiz üçün, hazırlık zamanda bizim halimizge vay buluşka sebep olgan nersi aşı oldu demdi. Şunun için boşuna oturup çıkarayım dep kuvatımız bu nersini, bu programın özüne. Yani nemege işensek, nemege esilsek, onun akıtını mağsak biz galbi kılalayımız, nicatlık irşalayımız, qandaq mangan çağda məğlub bolimiz. Mesela Qur'an-ı Kerim bunu bayan qılıqlıq, şunun özünü oturuq çıxırıvatımız. Yani aş qarindaşlarımız bunun özünü naiti nim qilish lazım, yaxşı özü təhlil qilish lazım. Ama bizmi bu səvrinin çeki var. Biz bu adamla yazıb qoygan, mesela Ölümalar Birliği'nin yazgan bayanatla Oğuzxan, nima Oğuzxan to? Hidayet Oğuzhan. Hidayetullah Oğuzxan'daki yazgan nesilleri, misal, Eli Ekber'deki yazgan nesilleri, yani Abdülaziz doktor deydi, aş adamlarının yazgan nesilleri hemmisinin kopyası var. Bu hakaretniki bir cinayet bolduğunu biz bilimiz. Onu sotqı bersek beri alayımız. Hazırki vaxtda bəgrək nəsi var. Mesela Abdülqadir Yapjandaki sözlerde bizge ölüm bel tehdit qılan nəsilər var adette. Bunu biz sotqı bersek beri alayımız hazır. Lekin qarindaşlarımızdaki moşundaq narsalarga diqqat qilish lazım. Bir narsaning o'zini to'g'ri xatolarni arish uchun vaqirab jaqirash, u odamga haqorat qilish uni isbotlamaydi. U odam deyotgan gapini isbotlamaydi. U bir odamniki gapiniki xatoligini isbotlamoqchi bo'lsang, sen o'zingning gapiga dalil keltir. O'g'ilvalda Qur'oni Karimdan dalil keltir uningga. Sen ma dalilga asosan ma'ning o'zini to'g'ri xato deyotsa, deb uni keltirsang bo'lgan narsa. Ama o yerde hakaret kılıç ölen, onu kafir deyiş, zindik deyişin ölen, o hiçbir zaman sen özü doğru bir iş kan bulmaysa, emeliyatta özden okuyan bir rivayetler var. Kim bir adamı kafir dese, eğer o adam kafir olmaz, kafirlik özü kayıtır degen. Eğer biz şundak bulmasak, yani biz Allah'ın kitabını işelgen adamlar, Allah'ı işelgen adamlar, peygamberler işelgen adamlar, malaikleri ahiretki işelgen adamlar. İşlengenlik için bu gapni qilyapmiz.
bu odamning o'zi zindiq deyishning o'zi biz zindiq bo'lmasak u odamlarga o'zi qaytdi degan gap o'zi o'qigan rivoyatga asosan. Shuning uchun biz gapimizga diqqat qilishimiz lozim. Bir odamni haqorat qilish bizning vazifamiz emas. Biz Qur'oni Karim orqali biz o'zimizni odam qilishimiz lozim. Uning uchun biz davomli bir insonlarga bizning yomon gapni qilolmaydigan bir insonlar emas biz. Tilimiz onamizni qo'shib qilib qolgan yeri yo'q. Biz haqorat qilishga qila olamiz. Yomon so'zlarni qila olamiz. Aş odamlar zodi necha kun to'lg'ishib ketgandek gaplarni qila olamiz hozir. Va lekin biz nima uchun qilmaymiz? Biz o odamlar qilgan gapni qilsak, o odamlardan bizning nima farqimiz qoldi misol? Shuning uchun biz Qur'onga ishalgan bo'lgandan keyin Qur'ondagi adab axloq bilan axloqlanishimiz lozim. U adab axloq doirasida gap qilishimiz lozim biz. Shuning uchun bir so'zingniki to'g'ri xatoligi, ovozingniki egiz pastligidan yoki bo'lmaydi sen o odamni murtad, murji deyishingdan isbotlanmaydi. Sen onunla delil keltirishing kerak. O adamning gapining xatoligi, xato desang, o'zingning gapining to'g'riligiga delil keltir u vaqtda. Qur'ondan. Hamdalik zindiq degan gap manga findiq degandekli ishilib qoldi. Turkiyada findiq pek jiq hamdi uchun. Biramda bu gapni uchun. Nima? Gapninki bayonotlanmaga temisida xalqniki ko'zini nima qilish bu yosh borda masalan uchun. Namozni inkor qilgan yerlar yo'q. Namozni masalan 3 vaqt namoz bor Qur'on Karimda men topdim dedilar o'zlari uchun. Shundami ya? Albatta. O namoz inkor qilganlik bo'lamdi. Har qanday aqli bor odam bu gapni anglasa, bu namozni inkor qilmadi bu odam deyalaydi uning uchun. Albatta. O biz Qur'onda ba'zisini an'anaviy dindikilar, an'anaviy islomdagilar nima deydi desam, ular hatta Qur'oni Karimda namoz to'g'riliq gap yo'q yoki bo'lmasa namozning vaqti yo'q. Rakat soni yo'q deydi. Siz u narsani deb berdilar. Qur'onda bor bo'ladilar. Qur'on yo'q narsani demadilar endi. Qur'onda bor deb. O'sha odamlar amaliyotda Qur'onga o'zi inkor qilyapti. Misal Qur'onda namozning rakat soni yo'q deydi. Sura Niso'niki 100-oyatdan 103-oyatigacha o'qimadimi bu odamlar misol? Namozning rakat soni ashada uchiq chiqib turdi. 2 rakat, ya'ni normal vaqtda 2 rakat nimada o'zi urush vaqtida bu tahdid ostida qolib qolgan vaqtda 1 rakat qisqasi bo'lganligi haqida ashada uchiq oyat turdi. Bu oyatni ham inkor qiladi bu odamlar. Namozning vaqti yo'q deydi. Namozning vaqti bo'lmasa nima Qur'oni Karimda aqimis salat tarafayn nahar va zulafan minal layl. Aqimis salata liduluk shams ila ghasaqil layl degan oyatni nima uchun inkor qildi bu odamlar? Qur'on inkor qilgan bizmi yoki o'zimi bu odamlar o'zini tekshirib baqish kerak. Namozniki ismimi Qur'oni Karimda 3 ta namozning ismini topdik hamda shu bomdod namoz, peshim namoz, xuftam namoz. Ama agar 5 namozning ismini topa olsa 5 namazın vaxtını tapalız, oturup koysa buldu. Biz onu tusuvaga yerimiz yok. Tepip şu qayıl qıraq bir delil ispatını əkersə Qur'an-ı Kerim'den, boldu, manın özü, ma 5ken deyimiz. Ama özü namazını 5 vaxt okumsa, 10 vaxt okumsa, 100 vaxt okumsa, qançılık okuvasan, o özəlinin işi. Biz namazını qançılık okuşunlu özü biz nıqımadık. Ama Qur'an-ı Kerim'de çıkıdığan namaz muşker edik. Fakat Qur'an-ı Kerim'deki namazniki vaxtını, ismini, rakat sonini Qur'oni Karimga asosan o'tirib qo'ydik. Xolos. Ammo sen bundan chiqib lekin namozga inkor qildi. Namozga inkor qilgan asli o'sha odamning o'zi. Qur'onda yo'q degan gapning o'zini o'sha odamni qilyapti-da. Yana Qur'oni Karimga asosan millatchilik, milliy ruh haqida to'xtaldik. Çünkü Qur'oni Karim'de Allah Teala insanlarni millat qilib yaratganligi, qabail va shu'uba li ta'arafu degan oyatlar va yani boshqa oyatning o'zida inna fi xalqis samawati val arz va ixtilofi alwanikum va alsinatikum degan oyatlar va mush oyatning o'zidan Allah Teala insanlarni qabila va millat qilib yaratganligi Allah Teala'nınki bar ve birliki bo'lgan delilniki birisi ekanligini bayon qildi.
Bunundan o'zi biz o'zimiz bir Uyg'ur millati bo'lish sifatimiz bilan Uyg'ur millatimizni saqlab qolish Alloh taolaning oyatini saqlab qolganlik hisoblanadi. Onun uchun millatimizniki, ya'ni milliy ruhini arablarniki, arab milliy ruhi bilan ruhlantirmasdan Uyg'ur milliy ruhi bilan ruhlantirish bizniki vazifamiz ekanligining o'zini Qur'oni Karim bayon qildi. Bu haqda to'xtaldik ya'ni. Bu haqda millatchilik degan o'zi mavzu va maxsus suhbat shuningda o'zi ko'rib chiqsang biroz keng kushada bayon qilinadi. Ammo millatchilikniki cheki nega bor degan vaqtda yana bir millatni haqorat qilish darajasiga borsa, u o'zi millatchilikniki oshqulliq tarafi bo'lib hisoblanadi. Masalan, hozirgi vaqtda Xitoyni misolga olsak, Xitoy hozir millatchilikni ishga solib, o'zidan boshqa millatning o'zini yo'q qilib etish tarafdori yo'l tutyapti. Bu o'zi millatchilik prinsipiga, ya'ni Qur'oni Karim o'tirib qo'ygan millatchilik prinsipiga tamoman zid. Millatchilik her millat o'z millatining o'zini taraqqiy qildirish lozim, ammo boshqa millatga haqorat qilmagan, boshqa millatga ziyon solmagan shart ostida degan gap. Boshqa millat bilan barobar shart ostida taraqqiy qildirish bu o'zi millatchilik, Qur'oni Karim o'tirib qo'ygan millatchilik degan gap. Ya'ni buni aytgan vaqtda Uyg'ur millatiga arabning ruhini singdirish bu butunlay xato. Yani devamlı o'zi arablarning kiyimini, arablarning urf-odatlarini, arabning madaniyatini, arablarning davlatlarini, arab qahramonlarini, arab olimlarini, arab podsholarini o'zini o'tirib qo'yib, arabning meva-chevallarini, arabning hayvonlarini, arablarning suvlarini, tog' daryolarini o'tirib qo'yib, uning millatimizni oshiq qilib, o'zimizniki tog' daryo, olimlarimiz, qahramonlarimiz, podsholarimiz, davlatlarimizni unuttirdigan bundaq ishlarni qilish milliy ruhimizga qilingan bir nima o'zi ziyonkashlik va millatimiz qilingan bir xoinlik deb hisoblanadi. Shuning uchun biz millat degan vaqtda biz Uyg'ur milliy ruhi bilan ruhlantirishimiz lozim millatimizni. Qahramon degan vaqtimizda tarixda o'tgan g'inovatga o'xshash ne qahramonlarimiz bor. Tarixiy kitobni o'qisak nurg'un qahramonlarimiz bor va olimlarimiz bor. Shu olimlarning o'zini olimlarimizni avlodlarimizni o'gitishimiz lozim. Ammo arabnikini o'gitish u bizniki vazifamiz emas. Agar biz o'zimizning tarixini tamoman o'rganib bo'lgandan keyin arabnikini olamdi, ingliznikini olamdi, o'risnikini olamdi, kimnikini o'rgansak bo'laverdi. Ammo o'zimiznikini avlodlarimizga o'gitishimiz va o'zimizni o'rganishimiz bu o'zi Qur'oni Karim o'tirib qo'ygan millatchilik va milliy ruhdan iborat. Shuning uchun biz nurg'iyat deb ketdik. Shu arabniki qora kiyimining o'zini o'zimizniki diniy kiyim belgilab olishimiz bu nihoyatda cho'ng o'zi milliy ruhimiz qilingan haqorat, milliy madaniyatimiz qilingan bir xiyonat. Uning uchun biz o'zimizniki atlas ko'yniga bilanmi shu qora kiyim yapalaymiz. Ashunday qilish orqali o'zimizniki milliy kimligimizni namoyon qilishimiz bu nihoyatda o'zi go'zal bir ish ham o'zimizning ustidagi bir majburiyat. Yani Arap'ninki adetini biz ibadet kılamayla Arap Parislerinin kelimelerini demek şu. Elbette. Onu kılışının özü ibadet emas, emeliyatta cinayet. Bu şu Kur'an-ı Kerim'deki hukum boyunca etken vaxtda bu bir cinayet. Ne için diye vaxtda her millet ne Allah yarattı. O her millet özündeki milli ruhini, milli kimliğini, milli medeniyeti, milli örf adetini saklaş. Yani milli kimlikə dair nəslərini saxlaş, o millətin özünün vəzifəsi və özündəki özü milli kimligini saxlaşdaki bir özü nəmə? Aşqıtlıq bir məsələ. Bu özünü saxlamağandan o millət yoxulduğan gəp. Şunun üçün bu yerdə bizdəki millətimizni yoxutuş üçün ep ketiyotgan, yəni millətimizə intayın çox təhdid etiyotgan iki nəsə var. Birincisi Xitay hakimiyyəti. Xitay millətçiligi hazır millətimizə çox öz təhdid o kelyapti, millatni yo'qtimiz deb ketyapti. Ikkinchisi oshqun, o'sha xurafiy mollalar. Bu mollalar millatimizni arab bo'lishga, milliy ruhimizdan, milliy madaniyatimizdan, urf-odatimizdan yiroqlashishga o'zi targ'ib qilayotgan insonlar va bu insonlar Xitoy bilan o'zi millatimizni yo'qotishda bir saptiki insonlar deb hisoblashga bo'ldi. Shuning uchun o'zi
Milletimizde bu milli ruh aciz olganlığı için başka milletniki tupruk verip uruş kıldıgan, başka milletniki kiyimlerini nait etivalap kiydigan, özümüzdeki örf adet kiyim keçeklerimizge itibar vermeydigan halatga tushib qolishning sebebi bu. Bu bir jinoyat, milletimiz kıldıgan bir hakaret, keləcigimiz üçün kıldıgan bir xiyanet. Şunun için biz özümüzdeki milli medeniyetimiz, milli örf adetimiz, yani milli kimligimizge, münasebetlik hem nasimizge ehemmiyet verişimiz Allah Teala'nınki millet kılıp yaratkanlıktan ibaret bu ayetiga köngül bölgenligimiz hesaplandı. Bunun köngül bölgenlik Allah Teala'nın bir ve barlığın tunuşka ehemmiyet bergenlik hop hesaplandı. Yani Allah Teala'nın ayetini saklaşka hesaplandı. Köngül bölgenlik hop hesaplandı. Şunun için her bir millet özüneki milli kimlik dairesinde yaşaş ve başka milletniki milli kimlik dairesine hakaret kılmaslık, hücum kılmaslık Allah Teala belirleyen prensip. Hatta bu ikisininki nimesi de hem de Xitay bizga osmonasiya qilib biz yo'qdan beri shuning bilan nima qilmoqchi demasmi? Biz Xitoydan kelsa bir tirkish bor millat uchun, avtomatik holat uchun. Ammo lekin bu arablarninki, farislarning bu odatini bizga ibodat qilib sungandan keyin bu xalqda o'zi avtomatik holatda o osmonasiya olib ketish, millat yo'qolib ketish, erib ketish, hatto o'zini xo'r ko'rash. Men nima uchun arab bo'lib tug'ilmagandim? Allah'ın yoki jannatning tili arabcha deydigan ashunda xurofiylar bilan mingisi yuvotadi-da. Bu eng xatarlik. Albatta. Shuning uchun biz masalan islomni qabul qilgandan boshlab hozirgacha bizning mag'lub bo'lib kelishimizning tub sabab nima degan vaqtida Uyg'urlar shu Uyg'ur urug'xonligidan keyin islomni qabul qilgandan keyinla bu milliy ruh kundan kunga ojizlashib mangan. Ojizlashib manganligi uchun o'z zamonasida shu milliy ruhning ojizlashib ketayotganligiga chidamagan olimlarimiz masalan Mahmud Qashqari, Yusuf Asaji qo'shash olimlarimiz şu kitabını yazıp kaldığan şu vaxtın özde Türk-Tilla Divanı deb məxsus öz kitabını yazıp kaldığan. Ne için diye vaxtda biz Arap olup ketmeyli, özümüzün tili var, özümüzün medeniyeti var, özümüzün örf adeti var. Biz Arap emas, Arap'ın kam emas biz. Arap kim o bizge diyen adamlar bular. Onun için biz Arap ügensin bizden bu Türkçe, Uygurcumuz ne deb yazgan kitaplar. Elbette. Onun için bu yerdeki nersi ne mi diye vaxtda Arap buluş bizge özü şeref ekildiğin nersi emas. Arap buluş bizge hiç kadar şeref ekilmeydi. Mesela bunun qancha yıllar burun şu Saudi Arabistan ketken 50 ming artık adam var ki. Hazır basa 500 adam tap kılalamdı şu Uygurların. Demek ki bu yerdeki nersi ne mi diye vaxtda milli ruh ölgenden keyin Arap bulup ketiş, ulanın arzusu olgandan keyin ular Arap bulup tügür diyen gep. Allah Teala aşladın size özellikle milletin ne için saklamadığını deyip kıyamette sonra kılmamdı mı? Allah Teala benim ayetim de Kur'an-ı Kerim'de bir millet yaşayışının özüne benim ayetim diyen tutsa hem o ayetin özünü saklamay onun hıyanet adamın Allah Teala hesap soramamdı. Elbette soraydı. Onun için biz bu yer kandak kılışımız gerek diye vaxtada milli ruhunu evlatlarımızga sığdırış ve tarih medeniyetimizin özünü yaxşı özü sığdırış bu nait çok bir vazife gelecekte evlatlarımızdaki devam kılışındaki bir asası diyen gap. Şunun için bu halkı her millet özündeki milli örf adet, milli medeniyet dairesi içinde İslam'ı boysunduğun şart aslında İslam'ı özü ravajlandırış bu Allah Teala oturup koygan bir prensip. Yani fakat Arap'niki örf adet yoki Arap buluş arkalık İslam'ı kabul kılış diyen bir neyse asla Kur'an-ı Kerim mevcut demez. Yani bu programımızda İslam kandak özgertilgenlik hakkında toxtaldık. İslam kandak özgertilgen diye vaxtın özde şu Peygamber Aleyhisselam vefat olup Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali raziyallahu anhular özü vefat olgandan keyin bu Umayye, Abbasiye sulalalar zamanında tamamen özü şu nurgun yerinin özüne asasen şu Arap'ın konu itiqadının özüne eslik ekeyen
Onun için onu asliga akilish uchun mush rivoyatlarni o'ydirib chiqqan. Rivoyatlar orqali Payg'ambar alayhisalom an degan Payg'ambar alayhisalom mani qilgan deyish orqali u o'zining shu diniy e'tiqodini va urf-odat, ya'ni arab urf-odatini din holatiga kelgan. Shuning uchun arabniki sallisini kiyib namoz o'qisa, o sallini kiyib kiymay o'qigan namozni 27 daraja ortiq bo'ladi, savob ortiq bo'ladi deganga o'xshash. Shundaq o'zi narsalar nihoyat jiq bo'lgan. Undan o'zi masalan zamzam suyini ichganniki nihoyat o'zi savobi. Masalan Ramazonda shu xom yeyishniki bir sunnat ekanligi to'g'riliq shundaq rivoyatlarga orqali arabniki suyi, meva-chevallari, hatto to'g'illarning suyliklarini tortib, buni o'zini ulug' ko'rsatish o'xshash shundaq ishlar o'jab ketgan. Buning o'zi butunlay Qur'oni Karimga zid. Qur'oni Karimda Alloh taolo butun koinotni o'zi yaratdi. Butun koinot Allohning oldida o'xshash. Zamzam quduqdan chiqqan suv bilan meniki shayodagi uyimning oldidan chiqqan oldidagi quduqdan chiqqan suvniki hech qanday farqi yo'q. Hech qanday farqi yo'q. O nimaniki arabniki bu xo'mis bilan meniki vatnimniki qog'jigdisiniki hech qanday farqi yo'q yani. Men uchun aytgan vaqtda vatnimning qog'jigdisi arabning xo'misining natijasi yaxshi. Men uchun aytgan vaqtda. Yani her millat o'ziniki tupurug'dagi o'zining narsasining o'zini yaxshi ko'radi. Mening uchun aytgan vaqtda mening vatanim tupurug'im men uchun shundaq o'zi muqaddas. Arablar uchunmi arablar masalan Makka Mukarrama, Madina Munawvara deydi-ku, arablar uni qanchalik desa bo'laverdi. Chunki arablar uchun o tuproq shunchalik o'zining tuprog'i o'g'anligi uchun shundaq qimmatlik. Men bu shuning uchun ulug' vatanim deyishim men uchun nihoyat normal bir ish degan gap. Shuning uchun o'zi arabning tuprog'i alohida tuproq, arablar alohida bir millat, arab tili alohida bir til, arab madaniyati alohida bir madaniyat emas. Bütün millat o'xshash, bütün koinot Allohning oldida o'xshash, bütün tuproq hammasi o'xshash Allohning oldida, bütün suv, meva hammasi Alloh taoloning oldida o'xshash. Buning uchun biz o'zimizni Uyg'ur bo'lib qolganligimiz uchun, arab bo'lolmaganligimiz uchun uni o'zimizni bechora his qildigan yoki nimish qashliq bo'lmadik deydigan bunday ko'z qarashli bo'lishimiz Alloh taoloniki millat qilib yaratdim degan prinsipiga tamoman zid. Hem onun bir karşı isyan qilganlik bo'lib hisoblanadi. Faqat bir yerda farq qiladi, ya'ni taqvolikda, ya'ni xato qilmaslikda, angliqlikda, mas'uliyatchanlikda kim eng mas'uliyatchan angliq bo'lsa, shu eng no'ch bo'ladi. Shundaymi? Yana onu da Arab ya Paris ya Türkli ya ki Pakistanlıklar bu hürmet sazaver deb Qur'oni Karimda undaq bir narsa hech yerda bayon qilinmagan. O hürmet sazaver olgan insonlar nima degan vaqtda inna akramakum indallohi atqakum. Yani Allah'ın dergahida hürmet sazaver olgan insonlar qaysi insonlar degan vaqtda xatolikni saqlangan, yani to'g'ri ish qilgan insonlar degan gap endi. To'g'ri ish qilgan odamning o'zini Alloh mı yaxshi ko'rdi, insonlar mı yaxshi ko'rdi? Davamlı bir adam to'g'ri ish qilsa, atrofda xulum qo'shni hammasi uni hurmat qiladi. Chunki bu odam to'g'ri ish qilgan odam deydi. Bir odam yolg'on gap qilmaydigan bo'lsa, atrofdagi odamlar hammasi uningga ishonadi. Chunki bu odam yolg'on gap qilmaydigan odam deydi. Shuning uchun bu yerda Allohning dargohida u arab bo'lish emas, to'g'ri ish qilish bu o'zi ahamiyatga ega. Alloh taoloning o'zi dargohida e'tiborga ilinadigan narsa shu degan gap. Ahırda hem de yukarıda biz biraz bir insanlarınki ismini tilga algan bulduk. Hiçbir hakaretlemedik. Çünkü hakaretleş bizim ağzımızda kelmeydi. Bir insan buluş sıfatımız ölen, yani bir insanı hakaretleş, bu Allah'ın aldığında ağır bir cinayet. Şunun için bu Ölümalar Birliği'deki qarindoshlarimiz biraz ağzını yığvasa bence yaxşı oldu. Eğer alim bolsa hakiki, alim desek de xap oldu. Ölüma bolsa meselini hal qilishda delilga tayinish lazım. Delil ispatını oturup qo'yishi lazım. Eğer qo'yanmasa o adamlar o'zi undaq qalaymiqan bir odamni eyiblaydigan, eyiblash emas, haqorat qildigan bundaq ishni to'xtatish lazım. Eğer to'xtatmasa bizmi to'xtatadigan o'rinni topamiz. Hozir hammasiniki misol chiqarib qo'ydim. O'limalar birliginiki chiqargan
bayonotlari va O'g'uzxonniki chiqargan o'zi nima yozgan narsalari va u Eli Akbarniki chiqargan narsalari va misol Abdulaziz nima deymiz doktorniki chiqargan nima bayonotlari va bizga bergan fatvolari. Bu fatvolari hattoki bizniki hayotimizga tahdid solgan darajadagi fatvolar va ma'lum ichida. Biz buni hozir sotqa bersak, bularni jugusini tikidi bedamchidi. Shuning uchun bu yerda gapning o'zini o'ylab qilish lozim. Biz hozir qonun va bir davlat yashayapmiz. Mushayib turib men o'zi uni davlatga sunish haqqim bor. Turkiyaga olsam savjiga berish haqqim bor u yerda. Belki vaqtda ularni o'zi yani unda bichora qilib o'tish niyatim yo'q meniki. Uning uchun men o'tgandim qaytib keldim. Bo'lmasa uni eslamasa meniki nimamda saqlaqliq. Video semiz saqlaq Abduqodir Yapjanniki va shu nimaniki shu Abdurahmon Jamolniki qilgan haqoratlar hammasi saqlaqliq. Uning o'zini bersak bera olamiz. Uning uchun agar olim bo'lsa, haqiqiy olim bo'lsa, olimdek ish qilish lozim. Gapni olimga o'xshash gap qilish lozim. Bo'lmasa o'ltirsin jim undaq odamlar. Biz o'zi bir odamga o'sha naytbek haqorat qilayotgan bor, lekin qilsak bizga yarashmaydi. Xo'sh. Asasen 1,5 yıl etrafında boptan bu programda kılınmışı. 5'de 10 kısımda bizdeki pidai kardeşimiz barlık besimlağa özünü kökürek kirip çıkıp inişi kıldı. Onun ayığını yine biz yine şeyle davamlaştırdık. Endi bizni murtad, zindiq, findiq depçi nurg'un gaplarni emdichu islom hatto Angliya vadida oxirida markaz jumyondan buloq nima deganlim bo'ldi. Nima desa mayli, bizning oqimizda hech qanday odam yo'q. Bizning oqimizda faqatla va faqat Qur'oni Karim bor. Allohning so'zi bor. Shundaymi? Biz shuni ortaga chiqarish uchun shunday gaplar qolishini biz bilamiz. Vay xotun talaq deydi, vay öldürüp etimen deydi. Endi bular inniq fatvalardırma, bular murtad oldu. Bizning şeriatimizde murtadni öldürüş vacip. Demigen bir yeri qilib qoldi endi-chu. Ya dedim ya o bayonotlarda. Dedim hakikaten o yapacağınlıkida onun bir çağrı qolundigan şunday hesap aldigan şunday bir gapni qilibdi. Nima hesap almoqchi biz? Vaqt kelgan chog'da shariat bir nimamizni qo'ygan vaqtimizda undan keyin to'xtab tursin dedi-da endi-chu. Aniq o gaplar yo'q uning ichida. Murtad shahzodi shu o'ltirilish kerak degan gap-chu. Ammo lekin keyin bordi bu yerdan-chu. Nishonlash, nishonga tutish bor endi-chu. Nishon ko'rsatish-chu. Ama şu bizim hech kimde bir elip verişimiz yok bizning şu bir qog'ozimiz yok. Shunda beshimizga shunday gaplarning kelishini bilib turib o'rtaga chiqyapmiz. Nimishqa desam-chu. Biz haqni, Qur'onni yetkizdik. Hech kimni zo'lg'a yerimiz yo'q. Unda bir nimamiz yo'q-ku bizningki. Biz zo'lab birasida bir Qur'on chiqayotgan yerlar bormi sizningki? Unda mumkin emas-ku bizga. Aslında bu Kur'ancı degan gapning o'zimi xatoda. Biz bu Muhammed Aleyhisselam şu Kur'an'ı yetkizdik. Biz bu Kur'an yetkizdik. Bizning ismimiz musulmon. Değil mi ya? Doğru. Bu Muhammed Aleyhisselam bilan başlayıp qalgan bir din emas bu-chu. Aş adamatimizni tortib, insoniyat. Allah biz yetkizgan din, payg'ambarlar yetkizgan din islom dini emas-chu. Evet. Başka bir gap qilmadi o. Hem de bularniki Teganchimizda Qur'on Karim. Bularniki hozirgichilik bizni oldimizga bir delil isbotni qo'yolmasligi bu tarixda o'tgan bir voqealikchi. Mesela Payg'ambar alayhissalom zamonasida Payg'ambar alayhissalomga hech qanday bir delil isbotni qo'yolmagandan keyin Alloh taolo Qur'oni Karimda malqi fatu bi suratin min mislihi wa du shuhadaakum min dunillahi in kuntum sodiqin degan bir oyat emasmi? Bunda oyatning 2-3 yeri bor. Agar o'zi sizda meni gapim rost bo'lsa, rost desanglar, uningga o'zi delil keltiring yoki mush oyat qo'sh bir narsani keltirib qo'ying deylik. Demak bu Qur'ondan iborat hamma narsaga o'zi yaxshi javob beradigan,
delil isbotliq javob beradigan insonlarni qoyil qilarlik holatda amaliyotga uyg'un, aqlga uyg'un, mantiqqa uyg'un, ilmga uyg'un bo'lgan bunday javobni beradigan bir kitob bilan mang'anligimiz uchun bularniki hech birisi o'zi bir nas tepberamoqlik, bir delil tepberamoqlik. Delil tepbasa, ma'nosi xato desa, Qur'oni Karimga qarshi gap qilgan bo'ldi. Chunki biz buni faqat Qur'onga qarta deyapmiz. Qur'on qarshi gap qilgan bo'ldi, Qur'on qarshi gap qilgan. Ya Qur'onni inkor qilganlik nima ekanligini agar ash odamlar bilsa, uni bir surishti qilib baqsa bo'ladi. Bu shu namozni inkor qildi degan odamning hammasi namozniki vaqti yo'q, rakat soni yo'q, u yo'q, bu yo'q degan odamlar aslida Qur'onga inkor qilgan odamlar. Qur'ondagi namozni vaqti bekitilgan oyatlariga, namozning rakat soni bekitilgan oyatlariga misol, namozning ismi berilgan oyatlariga inkor qilgan odamlar amaliyotda. Biz hech bir zaman namozga inkor qilmadik. Namozni nima deb inkor qilamiz? Qur'onda tursa uni ham biz inkor qilamdikmi? Qur'onni anglitamiz deb turib uni inkor qilamdik. Bu asla mumkin emas bu. Shuning uchun bu odamlar agar biz uning ishonmasa, bizniki as-salat degan o'zi bir suhbatimiz bor. Ashni qarab, ashni tafsili bayon qilinliqlik, shuni ko'rib chiqsa bo'ldi. Namaz inkarcısı degenge qarta 23. dersimizden baştan ayak anlap çıksa bunu diyeceğiz. Doğru. Onun için ma iki günün yaksa İslam oğlu da birisi bir bala yaptı. O kim okumayımız da hazır internette nurgul adam var. Nurgul bines yazıdı o. Üzün ismi yok. Baş sürütü yok. Ama tırlağını silgen aşağı. Acayip set tılaydı demişo. Bunda insanlardan agah buluş gerek. Bula üzünün gibi taptan dadısınınki ismine üzünün koygan isminin ağısıga olapçı biraz yazanmaydı. O kadar hem de tam ağısı türenip etebildiğin gel. Hem de mavi bayanat ilan kıgalla yakımız bizi karda bines digelle bunu bir erkek edemler. Nümünü olmuşsun bir bines değil için ma gep kime iyi depçi. Okuldan geptirge iyi bulutula. Hem de ma yüzün nimisiga ilgilanmaydigan odamlar hamda bularniki so'zlariga kirib mıqmas kerak. Yaqinda islom o'g'li deb birisi sizlarning suratlarini meninkini chiqarib, undan bir arabninki gipini kirishtirib şeyda 2 minutlik binas e'lon qildi. Uningda mening tushunganimcha, mening uyanga arab tili bo'yicha Payg'ambar alayhisalom bunday degan deb, "Menga Qur'on va Qur'on misli kitob berildi." Qur'on misli binas berildi deb aslında bir gap bor edi shu. Shu gap Allah'a, Allah'ın Resulü'ne, Kur'an'a %100 xilaf gap, şunday mı? Doğru. Onu Muhammed Aleyhisselam deyişi mümkün emas ona gap şu. Şunalığı bir Arap'ın avazı bilen Arap dep berse, o gapning ağısını ketiverişinin özü to'g'ri emas. Şuna bir düşünüp, bilip özümüzün bu işlemayotgan din, bu din bir özümüzün melemes buçu, Muhammed Aleyhisselam'ın melemes buçu, ya hiç kiminin melemes bu, Allah'ın dini buçu. Şuna alıqı bu taraflık dikkat kılışımız gerek kardeşler. Ben de buyduğum narsam şu. Şunun için ahırsı deydiğimiz bizden özü bizlik degan nima şu programımızdan xatolik tapgan insonlar olsa, uçuk aşkar falan programıniki pustan yerde bunda xatolik bor. Buni xato bo'lishi falan oyatniki pustan nemasiga asosan deb delilni ko'rsatsa, biz uni agar rost shunday qilib qolgan bo'lsa, u yerdagi xatolikni qabul qilamiz. Biz burun tortib deb kelyapmiz. Biz o'zi xatolashmagan faqat Alloh. Biz balkim u yerda undaq yer xatolashgan bo'lishimiz mumkin. Ammo u xatolikqa bir delil isbotni, bir oyatni delil qilmay turib, lekin og'izni buzib tillash bu hech bir zaman uning xatoligini isbotlaganlik bo'lmaydi. U nomardlik bo'ladi. Shunga odamdek gapni odamdek qilib o'rganishimiz lozim. Mana Angliyada bu Ahmet Aj deb bir qarqosaqdan birisi bor. Hech narsa bilmagan, hech qanday o'qimagan bir qarqosaq bu toplarda shunday so'zlab yurgan. Mesela murtad, murji deb va kaza deb so'zlab yurgan. Bütün odamlar uning o'zini din shu
an'anaviy dinni to'g'ri deyapsa, sen mani deyapmiz deb. Bütün insan şu Peygamber Aleyhisselam zamanında Mekke Medine'lik bütün insanlar şu özüneki burunki dinni to'g'ri deydi, Peygamber Aleyhisselam onu hata deb Kur'an'ın özünü oturup koygan. Xuddi şunun qo'sh bir narsa bu. Bu halkı insanlar onu düşünüp boğuç arlıkta onu hata dep durdu. Bir mezgil ötkendan keyin onu hatalığını, to'g'riligini bilgan vaqtida onunga asta kirdigan gap. Mesela Peygamber Aleyhisselam'ın vafotidan keyin biraz kirişi, onu düşünüş jarayoni bo'lg'achqa bo'lgan bunday narsalar. Ammo bizniki manimiz kelgan vaqtidami nurg'ulg'an o'zi baş degandek birinchi qaytimda 150-200 odam ko'rgan bo'lsa, hozir 2-3 ming odam ko'ribdi. Demek ki bu yerde insanlar düşünüldü degan gap. Haqni o'zi hech bir inson tushunmay qolmaydi. Bu ish amma bir kunda bo'lmaydi, asta bo'ladi. Yani bu yerdeki bizge bu atkan karşılıkның özümü ben müştehatı bu arada. Yani ulanıki çapını götürdüğün burun tatıp aşağı neyimdisi hedeydiğin adamlar bu halkı bizle emez. Türkiye'deki nurgun alimler var. Alimlarınki videolarını gördü, Araplarınkini gördü. Arapların içinde nurgun islahatçılar çıkıp yetiştik. Biznikini gördü, müştakı jürüp ulanıki sipetin ağırlığındaki sep azıyıp ketkendikin nanga verip takışıdığan boğaçıqa bu neyse onudaki ula toxtaptı dep ağzını uzup her xil neslerden tillap kılışının sebebi bu. Bula şu Kur'an'ı yada ağızsa, hadis yada ağızsa ilim okuqalık hesaplandı. Çünkü Kur'an kursu hem nesli etiyoliklik. Eğer bizim insanlarımız ilim degen hazırkı Kur'an-ı Kerim buyurgan ilimnin özü bütün dünyadaki okulatkan ilimnin hemisi öz aldığalıkını bilse o adamın Kur'an kursunu tikirdi adamlar. Ballar tikirdi. Şu vakti o Kur'an kursulları hemiz kurup kep kaldı. Ular keldiğen nan tügeydi deyen gep. Onun için biz hücum kılıvatı aldın ala. Milletke bunda ziyankeşlik kılıştın saklanış gerek o adamlama. Hazırkı zamanı ilim pendilerden evlatlarımızdaki, ballarındaki özü neslibisine erişika yol koyuş gerek. Kur'an'ın öz okuşunu öğütüp koysa boldu, bir yapar yadası boldu. Kağının özüne Kur'an karab okusu buluverdi. O illa ki Kur'an karma yada okuşka hiç kadar hacet yok. Şunun için milletniki ilimga bo'lgan hozirgi dunyodagi insonlarni barabar yashashi uchun ilimga bo'lgan o'zi bu ehtiyojni o'zi to'sib olish bu cho'ng o'zi millat qilingan bir xiyonat hisoblanadi. Sizin ya ki bizning ya pidayla ikranındaki bir mor toplaş bir vazifesi yok. Şudak ko. Elbette. Biz bizge kilinlar demedik. Hiç kaçan. Şu Kur'an'a kilinlar dedik hem de şu. Şola bizim hepimize doğru düşünüşünlerine ümit kılımız kardeşler. Biz hiç kandak menfaatimiz yok. Fakat Kur'an'ı bir düşünüp okunlar. Allah'ın sözüge kilinlar. Muhammed Aleyhisselam'ın şu takat kılınmış Kur'an-ı Kerim tebliğ kılınmış o. Kilinlar degenimiz şu, icra kılınmış Kur'an, şu sünnetim şu Kur'an. Başka bir dersemez değil yok kanka. Başka bir niyetimiz yok ki bizim. Ya birisinin kümüçüne tatbeleş, ya poşkalarını yiveliş niyetimiz yok. Üzümüzün maaşı, üzümüzün nefesi, üzümüzün yitip açıdığın tutsa. Başka bir iş yok ki. Bu kadar ahaliye hem de bu bilip dur kılvatımız bu işlerini şu. Doğru. Hidayet kardeşim senin gap olsa anlayla. Hakkımızda açık gaplar bo'landi. Endi ikki yillik qaragan chog'da men bu yo'lga kerak kirdim. Biraz kechikib. Çünkü geçmişteki zamanlarımızda hazır bizim tillayotgan insonlarning hayotini yaşadıkda bular ozg'un. Neri to'g'ridan yaxshi degan fikrlar bilan men uzun zaman pek quloq bermadik. Nasip çünkü milletning istiqboli siyosiy istiqboli davlatchilik yo'llari burmalangan islomning xato fatvolari bilan bir tuyuq yo'llarda qavoq xalta ko'chib kirib qolganligi mavsumlarda, shundoq bir tuyg'ularda, shundoq bir chog'larda Kerim Zoir afandininki islom nomidan boshqacha bir o'chiqchilikni
ifodalagan vatan haqidagi maqolasi ko'rgandan tortib qayta bu Qur'on manbalik din tushunchasi bilan yaqinlashish fursati bo'ldi. Aziz qarindoshlar, sizlar bizni tillayotgan, ayiblayotgan shu burun tiz cho'kkan ulamolarning oldidan ugunib olgan fatvolar bilan bizga aytayotgan tosh to'qmoqlaringlar, ranji minnatlaringlar, ta'lim malomatlaringlarni o'z vaqtida biz men yashagan bo'lganligim uchun sizlarni eng yaxshi tushunaman hozir men ekrandagilarga nisbatan. Kerak. Chunki men shu sizlar qilayotgan jarayonlarni men boshdan kechirganligim uchun. Ammo hozir qilayotgan ba'zi amal ish harakatlarimizningki o'z vaqtidagi mushriklarning ish amallariga tamoman o'xshab ketayotganligini tarixni, siyrat tarixlarini o'qigan vaqtinglardagi eslimalarni qayta eslab boqsanglar shuni eng tushib qilyapsizlar. Ya'ni bosh ko'zni chumkib olgan Muhammadning so'zini anglab qolmasligi uchun bosh ko'zni chumkib olgan voqeliklar bo'lgan mushriklarning. Dastlab parvo qilmagan, keyin qarshi turgan, oy bilan kunni birli o'zinglar amal qilib boshqa odamga demagin degan, ya'ni bizga da'vat qilgan butun takliflarni o'z vaqtida mushriklar payg'ambar alayhisolamga degan. Unda sen Muhammad o'qollig'ini deb tuhmat tortishing mumkin ko'ngan odating bo'yicha rasululloh sifati bilan ilib aytgan chog'da Allohning so'zini kim yetkazsa, rasululloh shu kim. Demak, agar bizning yetkazayotganimiz Qur'on ekanligiga Alloh guvoh bo'lsa, biz rasululloh bo'lamiz hozirgi holatda. Nabiy bo'lolmaymiz albatta. Nabiy o'ldi. Lekin rasululloh bo'lish sifati sizlardan bo'ladi aziz qarindoshlar. 54 son bo'ldi bugun. Bugungi oxirgi temada, oxirgi programmada ustoz ilgari o'tib ketgan programmalarni asosan yana bir qatam xomilni tasqab, dinini ilg'ab, ixchamlashtirilgan bir shaklda sunib bergan bo'ldi. Ve dadilarına dedi ki, biz Kur'an-ı Kerim'e iman ettik, peygamberlerge iman ettik, ularning hiçbirisini inkar qilmadik, aralarını bölüp etmedik, hemmisi Allah tarafından kelganligiga iman etdik. Endi şu Kur'an manbalik din tushunchasi bo'lganligi uchun, bu din ham Allohning dini bo'lganligi uchun o'tirib qo'yilgan fikr, taklif va qarash, Alloh nomidan Qur'ondan keltirilgan bayonlardan agar biz xato ketgan yeri bo'lsa, Qur'ondan dalil keltirib, bu bunday emas, mandati deydigan yuraklik o'g'lonlar chiqsa, biz albatta xursand bo'lamiz, xatoligimizni bo'ynimizga olamiz. O'tirda biz o'tib ketgan ulamo shayxlar va ismi yo'g'an mashayixlar va Qur'on bor. Biz hozir o'zimiz an'anadan tortib o'rganib kelgan dinimizni bir nuqta, qo'limizdagi Qur'onni bir nuqta qilsak ve özümüzün bir nokta vaktimizde 3 noktadan qaysisi eng mukammal ve o'zgarmas o'lchamga eng loyiq sifat egalisi Qur'on. Çünkü Qur'on kelgan vahiy kelgan yo'lidagi jarayonlar, ya'ni hadislar bilan o'xshash jarayondan kelgan tursa degan o'xshash bolalarcha qiliqlarda tushunchalar bo'layapsizlar. Qur'onning o'zining ichidagi qaranglar qarindoshlar, o'zining ichi agar bugungi kunlikda Qur'on Karim osmondan pok uchib qolgan bo'lsa, uning ilohiy bir Qur'on ekanligini isbotlagan bo'ladigan darajada ichidagi mukammalliklar bor. Buning sizlar diqqat qilmayotgan bo'lsanglar, ham diqqat qilib boqinglar. Ash Qur'on o'zini o'zi isbotlayotadi. Aşı noktadan Qur'ondagi manbalarni ko'rsatib turib, bizning bu o'zi xatoligimizni ko'rsatib beradigan qarindoshlar bo'lib qolsa, albatta xursandlik bilan ustimizga olamiz. Agar Qur'onning sirtidan bo'lsa, buni biz inkor qilamiz dedi da'vatimiz. Shu fikrda ketyapmiz. Hem Allohninki halol harom fatvo berish haqqi faqat Allohga oid ekanligini Qur'ondagi belgilardan o'rgangan bo'ldik. Kimdi-kim Allah belgilamagan bu nimalar bilan, o'lchamlar bilan hukm chiqarib, halol harom fatvosi belgilasa ve şunu qabul qilsa, shuni qabul qiluvchi shu fatvoni chiqaruvchiniki bandisi yoki u fatvoni chiqaruvchini iloh qilib oluvchi bo'lib qolganligini biz o'rgangan bo'ldik. Endi sizlar qayta qarab boqing qarindoshlar. Qaysi fatvo bilan, qaysi olimning, qaysi aqidaning, qaysi e'tiqod, qaysi yo'lning fatvosi bilan aytayotgan chammanglarni nega aytyapsizlar, ya'ni qayta qarab boqinglar. Mayli sizlar kim bo'lishinglardan qat'iy nazar. Mayli o'qigan odam bo'linglar, o'qimagan odam bo'linglar, sizlardan faqat talab qiladigan narsa ikkilam. Biri aql bo'lish lozim, ya'ni aqlinglar bo'lsin azroq. Sizlarda bir aql degan bir narsa bo'lsinki, u aql
tefekkür kıldıgan akıl. İkincisi bir balağat, yani müstakillik. Özünleri bir müstakil näse bolsun. Başkalarga ägişidigan emas, ma akıl bilen kiripatkan, içimizge kiripatkan, miňimizge kiripatkan informasiýonlarny, uçurlarny, bilimlerni ilgaş arkaly siliştirgidek bir akıl, bir balağat bolsun. Yani müstakil bir irade bolsun. Bu iki näseler bolgan kardeşlerimizden aman bir güne programlarımızda oturup koyulatkan hakikatine tonup yetediganlygyny biz jezim kıla alayız. Onun için barlyk tefekkür kıl ählininki haman bir güne bu yolda uçuşydyganlygyga imanymyz bilen kamil. Eýipli atkan karandaşlarga Cenab-ı Allah'tan hidayet, doğru yol tileyimiz. Nimelerni ixchamlaştırılgan pikirlerini Facebook sahiplerimizde koyduk. İlmi reddiyanlar olsa elbette karşılamaz. Lekin taptani ma'lum malamatlarına olsa, bu set gaplarına olsa, ular fakat özlerinin yüzüge qaytıp keldiğin şartlar bulup kaladı. Yani bir eskertiş olsun. Menin sözüm işaretçi olsun dedim. Yani bir minut nemini unutup ketdi be. Mao Dünya Uyghur Qurultayıniki jigiriga 2-nji islamiy ketiyotgan wagtda Ölümalar Birliginden Dünya Uyghur Qurultayiga telefon qilib, eğer Kerem Zahir muş Dünya Uyghur Qurultayiga kelse biz barmaymiz dep, aşu Şarkı Türkistan Ölümalar Birligi degan aşu nam ataqni işiltiş arkaly meni aşaga bağızmaslyk üçin hareket qildi bular. Men muşu Germaniyaga mağırgan qartama aeroportga ketiyotgan wagtda onu Turgun Hacı bana telefon qilib dedi. Andiki uyaga bargandan keyin, onugum qarama men bardım uyaga, bargandan keyin o petvasyny almaştırıp, hem o Kerem Zahir uyaga kepdi, onunla da sözleşmeli dep uyada onda buyruk çıkarıklyk. Hem bunun özü bütünley bir insanlıkka, bir alimlikka, eğer ölüma olsa ölümalıkka bir zit keldigan bir narsa. Elbette gerek şu yerine kelgen adamlar bar, hatta ki o Avrupa'da kelgen dini mollamlı var misal. Aş mollamlar bilen bir yer kip durup, aş Kerem Zahir diye adam böyle bir sözleşip görüyorlar dediğini onuğa sözleşmeli diyen gepte. Bunun bu kadar hem de ahmak ya konmaydı. Neme destek oldukken bunun ismi yok. Aşında derecedeki radikal insanlar ölüma diyen bir nam atakta olup kalıqlık. Bu naiti ölümalıkka zit geldiğen, ölümalıkka özü hakaret olduğun bir nese. Ölüma bunda olmaydı. Ölüma digenin özü mesela beni azgın depti. Ben ezip ketken bolsam mı, şu silahının bir kıyırını çalım ben. Meni qışımı kelip, şu ezip ketken yolumni köstüp beriş haqqanlı vasılaniki. Mecburiydi. Mecburiydi var. Onda kımmaklı yok bu yada. O meniki aldı kendimden kılıp, bu yak bağmaslık, özneki şu Ölümalar Birligi degen kalpakını işiltiş arkalık, özü men aşağı bağızmaslık, mundaq özü hilimikirlerini işiltikde, bu özü sizlerge hiç kaçan yaraşılgan näse emas. Hem sizlerniki elki bir tüzük bir neme deymiz hem de bir adam ikelliğinliğimi delil bulamayan bir näse misal. Bu qandaq bir insanlık misal. Onda degen bolsa o Dünya Uyghur Qurultayı bir näse demepdi bununla. Ya ular o yerda din sözlenmeydi ve vatan milletlik iş sözünün dep cevap veren şeydi. Şuna olan ola jim turuptu ki ben badım basam o menin körüşme adamcık, körüşme adamda şu mollulun bir işkisi, körüşme bulunda maytat jüdi. O başka hemmesi öden körüşmüş yeri şundan yaxşı öttü. Ama şu maytat turuşq nima hajati var? Ayatni kipt atayın men ölüma dep. O Avrupa'nın qatnaşqa ölüma var. Sen ölüma olsan bir yerge onda çaqırıp kelemeydi. Töte kız gepleşelim ayda. Bizniki zaten neyimiz talışıyotgan neyimiz var bu yerde. Digen vaqtida u yerda hemen mesele oturup düşüdü. Bizning neyim maqsadni qilayotganligimiz yoki devatgan bu oturup qo'yayotganimiz haq nahaq ekanligi shu yerda oturup chiqadigan gap. Ham bundaq narsa ayat qilib ularning o'zi berib, u yerda uni ol gaplashmaysa, ular kasib bo'lmaydi. Sen kim o yerda men vatan millat uchun xizmat qiladigan yerga meni bağıl qo'ymaydigan kim o senlar zodi? O vaqtda Xitoyning siyosiy kengashidagi bir narsa degan gap bu yerda. Eğer öz ölüme olsa ölüme bunda kışlık kılmaydı.
Bunu mu dep koyaydım ben? Nayet açıkım kelgetdim ayrı begara kaynap ketsem, bek ağzımdan başka gap çıkacak. Ama o'zi bundaq narsalarga diqqat qilish lozim. Abdulaziz birodar boshqa gap bormi? Meningki boshqa gapim bir eg'iz gapim bor. Shu bu tahdidlarni men burun anglab ketdim, nurg'un angladim. Lekin o'zimiz shu Allah azmaydi, azmas Allah Qur'oni Karimni bizga tushirib berdi. Bu qiyomat kishi bu kuchga ega. Muhammed Aleyhisselam tugab ketdi, nabiylik vazifasi, nabiylik rasululloh vazifasini tugatib o'tib ketdi. Undan keyin qolgan narsa nima? Shu Qur'oni Karim. Yani bundan keyin Muhammed Aleyhisselamdan keyin inson nima bo'lmaydi, faqatla bu yerda prinsiplar, ya'ni kitobdagi vahiy o'lcham bo'ladi uchun. Shuni biz boshqa narsaga ergashmadik, shu o'lchamga, shu vahiyga, Qur'onga ergashib mengayapmiz. Ölüm bilan tehdit qilgan qarindoshlarga deb qo'yay, o'lim qo'rqadigan narsa emas. O bir parda. Uchun men hozir o'lib ketsam, bu hayotim oxirlashadi, lekin yeni bir hayot boshlanadi inshaalloh. Shunga bu bak ilqi mushu o'lim bilan tehdit qilsak yoki boshqa bir nima qilsak, bu odamni qo'rqib to'xtab qolarmiki demanglar. Biz haq yo'l, shu haq deb Allohninki Qur'onga ergishmamiz. Şuna hamda qo'lingizdan nima kelsa qilsanglar bo'ladi shu. Allohning o'ziga omonat. O'limdan qo'rqib qolmaymiz. Endi nurg'un haqiqatlarni o'zgacha aqlning yakuni bilan bayon qilib ifodalab berishga tirishdik aziz qarindoshlar. Shularning ichidagi birisi, ya'ni bizda izchil ko'rilayotgan xatolikdan birisi, ana qara degan bo'lsa, kichik bolalar barmoqning uchiga qarab turib oldi ekan. Bola cho'ng qilib baqqanlar bo'lsa, shuni eslanglar. Bolam aya qara degan chog'da qo'lning uchiga qarab turib oladi qarindoshlar. Bolaning aqli qo'lni ko'rgidek aql bor. Bu sizlar da'vatgan payg'ambar, undan keyin kelayotgan mazhab, aqida, palonchi imom, pistonchining, pokonchining da'vatganning hammasi ko'rsatgan. Barmoqni ko'rsatganlarga o'xshaydi. Ammo ko'rsatilgan narsa nima? Payg'ambar nimani ko'rsatgan bo'lsa, ular shuni ko'rsatgan. Payg'ambar ko'rsatgani Allohning yo'li. Hozir qadar da'vatgan Allohning yo'li va Allohning rasulining yo'li. Ikki yo'l yo'q, bir yo'l ulash kerak bu yerda. Agar ikki yo'l bo'lsa, Rasululloh Allohning sherik bo'lish kerak. Ammo hayotining oxirigacha sherik bilan kurash qilib o'tgan bir zotga varislik qilaman da'vatgan bu aql egalari qanday qilib payg'ambar alayhisalom ko'rsatgan barmoqning uchiga qarab turib oladi, ammo barmoqning uchidagi ko'rsatilgan narsaga qarash bo'lmaydi deb kelyapmiz. Bugungi so'z temasi nima bo'ldi desa, bizga qarab turib olmanglar. Bu ekranda ko'rayotgan biz uchaylar sizlarning nazaringlarda hech nega arzimaydigan odamlar bo'lishimiz mumkin. Nim deb ayb topsanglar topaolaysizlar. Hammalarning ichiga bir pichoq bo'lsak, ichimizdan qonjiring jirin chiqadigan odamlar. Ammo biz da'vatgan, biz ko'rsatayotgan haqiqat qarashga bir himmat qilib boqinglar. Shu vahiy deganning ma'nosi shu ishorat. Vahiy boshqa narsa emas. Oyat deganmi shu belgi, umumiy ishorat shu. Qur'onmi oyat, sizmi, menmi oyat, Allohning yaratgan tog' daryolarimi oyat, Uyg'ur bulab yarilishimizmi bir oyat ham shu. Qur'onning ichidagi narsalar ashulalarmi oyat ham shu. Hammasi oyat ham shu. Shunlashqaliqi biz boshqa bir narsa demadik shu. Qarindoshimiz deganga o'xshash shu Alloh ko'rsatgan oyatlarni sizlar bilan ushqashtirishga tirishayapmiz ham shu. Boshqa bir ish yo'q bu yerda. Bizim sizlarga o'xshashlar oddiy odam, payg'ambar alayhisalom shunday oddiy odam ekan to'q. O'zinglar uni bir oshirib, boshqa ulug'lashtirib olgandan keyin farq shaklini qila oltirdi. Qani qolgan yana izlaninglar aql egalari bo'lganliginglar uchun. Bugungi tema shu biz nima ish qilyapmiz degan haqida 1 yilga yaqin, ya'ni 54 sondagi Qur'on Karimdagi mazmunlarni ixchamlashtirib bir xulosalab bir shaklda bo'ldi. Yana gapimiz gap o'tirib qo'yilgan qaysi mazmun haqida manbani Allohning manbasini olib turib, Alloh bizga qoldirib ketgan narsalarni aytilib turib, Qur'on Karimdan va boshqa kitoblar. Raddiya bersanglar, xatoyimizni ko'rsatib qo'ysanglar, albatta bo'ynimiz qildan inchgan.
Biz onu qabul qilamiz. Xatolikqa esli turib olgan emas. Sözümüz söz. Şuna ekranda agar Shu. ya reddiya beradigan qarindoshlar bo'lsa, mana falan programmangizda chiqib, mayatmanda deb ekansa, bu bunda emas, ayet xato tushunibsa, deydigan bo'lsa, albatta qarshi olamiz. Zalikal Xo'sh, kitabu endi la rayba fihi hudallil muttaqin degan. La rayba fihi degan kitob faqatla bir. Kutubi sitta emas, kutubi tis'a emas hamda shu. Şoň biz şu işede hech qanday shak bo'lmagan, shaksiz şunu mu Allah endi? Ha şu Şuna- la raybi fiini mi? Beşide ustoz deb o'tib ketdi ғой, misli ha şekilde bana başka o'xshamagan, yani şunun o'xshi berildi degan davoni qildigan qarindoshlar bo'lsa, aslında mushuni o'zi munozir qilsak bo'ladi yana. Doğru. Yani münazir qilish uchun hozir qadar ikki narsani shart qildik. Biri kimligingni aniq qo'llash kerak aziz qarindoshlar. Oldinlar pardadan yuzini taqib turib, kim ekanligini uqtirmayman desanglar, bu da durust olmaydi. İkincisi, tema aniq qo'llash kerak. Nima to'g'risida deyishimiz, qaysi temada, qaysi mazmunda deyishimiz, shuni aniq belgilasanglar, albatta ekranimiz ochiq. Bugun agar filaylar ekrani yo'q, bu bo'lmaydi desanglar, o'zingizning xohlagan ekrandan biriga taklif qilinglar, va basaq bo'ladi. Adillik şartı bilen. Aman bulamdık. Oldu. Bu da acillik Hoş bu vayısla. İlkas yaklaştı. Allah'a emanet. Hilal katem görüşülüğü Allah'a emanet.